neft olsangiz pulini beradiganlar bo'lgan, ya'ni shunaqa. nol ham emas. Payment kuni dushanba bo'lsa, oylik chiqadigan kuni dushanba bo'lsa, seshanba kuni pul tushib qolsa, dotlab tashlaydi. Soliqqa kamroq tortilishi kerak. Ya'ni soliq inson to'lash kerak, korxonalar emasda. Dollarga investitsiya qilish, dollarda muomala qilish, dollarda pul saqlash bir yaqin bir 30 yilga bemalol. Agar hozir masalan sun'iy intellekt industriya sifatida bo'lmasa boru, AQShda 0.3% o'sish bo'lgan bo'lardi. Durov yozdi, ya'ni erkin internet bizada bo'lishiga juda ham kam vaqt qoldi deb. O'rtog'im bor, deylik, o'sha tibbiyot maktabida o'qiydi, 300 ming qarzi bor. Hozir 70 ming topadi. Ya'ni uni foizi AQShda ancha balandroq, 300% dan ko'ra. O'zbeklarning orzu-havasi kattaroq. Ya'ni orzu-havasga pul yig'ishadi. O'zbekiston qarz olaman desa, qimmatroq to'lash kerak anaqalarga, bondlarga. 1 galloniga $1 dan ko'p, deyarli $1 ga yaqin nalog qo'yishar ekan. O'qituvchi yiliga 70 ming oladi. O'rtacha biznes egasi 1 million oladi. Amerika orzusi hozirgi kunda sizni nimani anglatadi? Biznesmenlar bunga yoqmasligi mumkin bu suhbat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mehmonimiz Bekzod aka Hoshimov. Bekzod aka Dubaydan 15 soat Kaliforniyaga uchib keldilar. Bu uchun katta rahmat aytamiz. O'ylaymanki, qiziqarli suhbat bo'ladi. Bekzod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bekzod aka, mana bugun intervyuimizni Kaliforniyada qilyapmiz, Stanford universitetida. Bizaga bugungi gaplashadigan mavzularimiz, o'zi siz iqtisodiyotchisiz. Albatta biz Amerikani iqtisodiyoti to'g'risida gaplashmoqchimiz va hozirgi kunda bilasiz, dunyo siyosatida, misol uchun Yaqin Sharqda, Ukrainada bo'layotgan ziddiyatlar Amerikani iqtisodiyotiga qanaqa ta'sir qilyapti hozir? Ya'ni Amerika iqtisodiyoti dunyoda juda ham katta o'ringa ega va masalan boshqa iqtisodiyotlarda nima bo'layotgani unaqa ko'p Amerikaga ta'sir qilmaydi. Ana holingiz ham yo'qmi? Nihoyatda vazni katta bo'lgani uchun. Qaysi iqtisodiyot Amerika iqtisodiyotiga to'g'ridan ta'sir qiladi? Bu Xitoydagi nima deydi, talaba taklif. Masalan, Ukraina ham, Yaqin Sharq ham nisbatan kam odam yashagani uchun, nisbatan kichkina iqtisodiyotlar bo'lgani uchun unchalik muhim emas. Lekin o'shalarni deb qilinadigan siyosat Amerikani o'ziga qanaqadir ta'sir qilishi mumkin. Masalan, sal-pal neft narxlari orqali, lekin u ham sal eskirgan narsa, chunki Amerika hozir dunyoda eng katta neft ishlab chiqaruvchisi va ikkinchi eng katta dunyodagi neft eksportchisi. Hatto neft va energetika ma'nosida Amerika ancha dunyodan mustaqil mamlakat. Lekin shu gapingizga Bekzodga, misol uchun men yaqinda statistika o'qidim. To'g'ri aytdingiz, Amerika o'zini consumable neftini 80% chiqarar ekan, lekin neftni turlari bor ekanda, ya'ni soft neft, hard neft, ya'ni neft yumshoq yoki qattiq turlari bor ekan. O'sha ayniqsa samolyotlarga, mana traklarda dizel qo'yamiz, o'sha dizelni chiqaradigan neftlar bu hard neft hisoblanar ekan. Buni 60%ni Kanadadan olar ekan Amerika. Men aytmoqchi bo'lganim shu neft narxlarida to'g'ri to'xtaldingiz. Baribir misol uchun aytaylik, O'rta Osiyodagi urushlar bularga ta'sir qilishi kamroq bo'lsa, neft narxlarini o'ynashdi. Misol uchun baribir ular neft narxlarini ko'tarishiga sabab bo'ladi urushda. Import eksport, ya'ni tariflar tushganda bir-biriga neft narxlari ko'tarilishi boshlaydi va albatta biz bu kunda ko'rib turibmiz, Amerikada, mana Kaliforniyada ham o'zimiz o'tiribmiz. Bular 1 galloniga $1 dan ko'p, deyarli $1 ga yaqin nalog qo'yishar ekan neft narxiga, dizel narxiga. Bu o'z-o'zidan mana ko'p traktor akalarimiz bo'ladi, $4, $5 ga chiqarib yuboradi neft dizel narxini. Shunga aytmoqchi edim, bu yerdagi urushlar AQSh iqtisodiyotida mana ekonomikani ko'rib turasiz, siz kuzatib borasiz. Yaqinda urush paytida har doim kapital xavfsiz joy qidiradi. Misol uchun aytaylik, urush payti emas, noaniqlik paytida. Noaniqlik paytida. Hozir urush ham noaniqliklardan biri. To'g'ri. Mana shunaqa vaziyatlarda dollar qiymati, ya'ni qadri oshishiga urushlarning qanchalik ta'siri bor? Mana qarang, qiziq narsa, masalan, noaniqlik sharoitida kapital odatda xavfsizroq aktivlarga intiladi. Dunyodagi eng xavfsiz aktivlar bu AQSh Moliya vazirligi tomonidan chiqariladigan obligatsiyalar deyiladi. Shu bondlar, treasury bills deyiladi.
treasury bills bu AQSh hukumati chiqargan qog'oz. O'sha qog'ozni sotib olgan odamga aytadiki, mana shu qog'oz 100 so'mga sotib olsanglar, biz sizlarga 105 so'm qaytarib beramiz. Masalan, o'sha AQSh hukumatiga shaxslar yoki korxonalar yoki insonlar yoki davlatlar pul beradi. Ya'ni qarz beradi. Mana bu eng xavfsiz aktiv edi. Nimaga? Chunki bir necha yildan beri AQSh hukumati doim o'z qarzlarini vaqtida yopib kelgan va bu eng katta iqtisod bo'lgani uchun dunyo bunga ishonadi. Lekin hozirgi sharoitda qanaqadir ma'noda noaniqlikni manbasi ham AQSh bo'lib qoldi dunyo uchun. Bu deylik juda ham pala-parti ish qilayotgan savdo siyosati, endi umumiy iqtisodiy siyosat nihoyatda noaniq sharoitda qolyapti va bozorlar bundan anaqa ma'noda nima deydi, qanaqadir ham ma'noda saboq olishyapti. Endi qarang, agar masalan nima uchun rivojlanayotgan dunyo bilan rivojlangan dunyoning orasida foyda foizi farqli? Chunki rivojlanayotgan dunyo noaniqroq. Misol uchun Kambodja yoki Indoneziya qanaqa bo'lishini bilishmaydi. O'shanga investorlar agar kattaroq daromad kutmasa, rivojlanayotgan dunyoga bermaydi. Lekin AQShda hozir noaniqlik shu darajada oshib ketdiki, lekin daromadi pastroq rivojlanayotgan dunyo bilan. Ya'ni rivojlanayotgan dunyo bilan rivojlangan dunyoning farqi nima bo'lishi kerak? Bizda stabillik bor, ularda yo'q. O'shaning uchun stabillik bo'lgani uchun daromad kamroq bo'ladi, ularda daromad ko'proq. Endi masalan o'shanga aytamiz, Shvetsariyani masalan qimmatli qog'ozlari hukumatiniki kamroq pul berib qarz ola oladi. AQShda noaniqlik oshib ketgan sari AQShdagi stabil mamlakatda asosiy sotadigan narsasi stabillik kamaygani uchun kapitalga endi masalan rivojlanayotgan dunyo ham normal ko'ryapti. Ya'ni noaniqlik darajasi bir xil bo'lsa, nima qilaman ko'proq to'lab, agar bular ham xuddi bir xil stavka berayotgan bo'lsa, yo'q. Xavfligi bir xil bo'ladi. Ya'ni qani daromadlik rivojlan, risk return anaqasi bor-da. Masalan, bir joyda daromad yuqori, rivojlanayotgan dunyoda yuqori. Masalan, O'zbekiston qarz olaman desa, qimmatroq to'lash kerak anaqalarga. To'g'ri. Bondlarga. AQSh olaman desa, arzonroq to'lash kerak. Farqi nimada? Chunki noaniqlik O'zbekistonda yuqoriroq. Endi noaniqlik darajasi AQShda ham baland bo'lib qolsa, unda nimaga men bularga kam foyda qilishim uchun bu yoqqa pul sochishadi? Risk bir xil, lekin return har xil. Endi shu risk bir xilligini hukumat regulyatsiya qiladi. Hozir hukumat nihoyatda pala-parti qarorlar qilayotgani uchun risk oshib ketyapti. Ya'ni masalan ertaga nima bo'ladi degan savol doim kun tartibida bo'ladi. Shu narsalarga mana Bekisku e'tiborsiz noaniqlik juda katta. Ayniqsa iqtisodiyotda bu xavfli-da. Ya'ni men o'zim finansist bo'lganim uchun har doim projected narsa aytaylik 3% gacha difference bersa yaxshi deb olamiz-da, lekin bu yerda 3% tugur 130% ga ham o'zgarib ketyapti-da AQShda. Bitta tip bilan. Bu narsalar prognoz qilishimiz qiyin bo'lyapti. Mana shu hodisalar, ziddiyatlar aytaylik davom etaversa, 2026-yilda bizani nima kutyapti, nima kutishi mumkin? Ya'ni iqtisodiyotchilar prognoz qila oladimi? Yo'q, mana bunaqada iqtisodiyotchilar prognoz qila oladi, bor ma'lumotlardan-da. Lekin masalan hukumat qilayotgan, hozirgi AQSh hukumat qilayotgan qarorlar nihoyatda pala-partish va nima desamki, qanaqadir mantiqiy uzviylik yo'q-da. Mana misol uchun Xitoyga 100% mana kecha noyabrdan qo'yaman. Bu on top 30% bor edi, уже 130 bo'ladi. Endi mana esingizda bo'lsa, mana shu yanvardan beri har oy, har 4 hafta bojlar boshidan o'rganib chiqadi. Bu narsa katta masalan moliyaviy qaror qabul qiluvchilar uchun nihoyatda xavfli jarayon. Hozir men o'qishim bo'yicha AQShdagi ishlab chiqaruvchilar ko'p rejalashtirilgan kapitalga investitsiya, capex, masalan qurilishlar, zavodlarga investitsiyalarni to'xtatib qo'yishgan. Mana shu 24 oy. Mana shu tariflar nimadir bo'lsin yoki u yoqli yoki bu yoqli bo'lsin, keyin shunga qarab ish qilamiz degan. Investitsiya to'xtab qoldi degani o'shanga iqtisodiyotga bu katta zarar. Masalan, bitta korxona deylik, zavod qurmoqchi bo'lgan yoki bitta korxona kattalashtirmoqchi bo'lgan o'zini ob'yomlarini va hokazo. Shu manufacturing deydi, ishlab chiqarishda bu juda ham katta raqamlarda ko'rinyapti. Masalan, yanvardan beri deyarli capex investitsiyalar bo'lmayapti-da. Bu misli ko'rilmagan narsa. Ya'ni hozir retsessiyada emasmiz, lekin capex investitsiyalar yo'q. Oxirgi hisob kitoblarga ko'ra, hozir Kaliforniyadagi qanaqadir ramziy anaqa AQShdagi bu yilgi yalpi ichki mahsulot o'sishini 75% dan ko'p qismi sun'iy intellektga tikilgan capex hisobiga bo'lyapti-da. Agar hozir masalan sun'iy intellekt industriya sifatida bo'lmasa boru, AQShda 0.3% o'sish bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bu ham inflyatsiya bilan birga. Yo'q, bu haqiqiy o'sish. Bu minus inflyatsiya. 0.3 bu juda ham kichkina-da. Endi ma'no nimada? Hozir masalan
sun'iy intellektni inqilobiy davrida o'tiribmizda va hozir bilsangiz kompaniyalar yuzlab milliard dollar tikyapti data sentrlar uchun, proses qilish uchun, ya'ni computational power uchun. O'sha mana hozir mana OpenAI ham yuzlab milliard pul raise qilishyapti-da. O'sha pullarni iqtisodiyotga tikishyapti, ya'ni haqiqiy iqtisodiyotga deylik. O'shani hisobiga hozir AQShda o'qish juda qo'rqinchli-ku bu. Ya'ni biza GDPni o'zi tasavvur qilamiz, 60% dan ko'pi consumable narsalar debdi. Agar buni asosiy qismi aytaylik iqtisodiyotga kirib ketayotgan qismi bu tek bo'lsa, u juda ham qo'rqinchli-da. Qarang, men hozir to'g'ri aniq qildik. O'sishi asosiy qismi o'sha. Ana consumption ham mana o'sishi, masalan, bu yilgi o'sishi 90% bu yoqdan kelyapti. Qolgan 10% qolgan masalan xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, boshqa narsalar hammasi 10%. Tushundim. O'sishi foizda aytaman, aniq emas. Tek bunaqa katta foiz emas, lekin o'sishi asosiy qismi bo'ladi bu. Shu ma'noda asosiy dvigateli bu bo'lib qolgan. Tek bo'lib qoldi. Masalan, aynan mana shu ularning capexi AQSh iqtisodiyotini ushlab turibdi. Ana har xil mamlalar bor, misol uchun AQSh iqtisodiyotini nima ushlab turibdi? Taylor Swift konserti bilan Nvidia'ni investitsiyalari, mana shu ikkita narsa iqtisodiyotni ushlab turibdi, chunki ular bo'lmaganida unaqa bo'lmasdi. Xuddi shunaqa misol uchun moliya bozorida ham qarasangiz, mana S&P 500 degan anaqa bor. O'sha yerdagi 10 ta korxonani olib tashlasangiz, deyarli o'sish bo'lmaganda, anaqada. Wow. Qiymatida. Shunga o'xshagan narsa. Ya'ni hozir bizda juda ham g'alati bir muvozanatga kelib qoldi. Men o'zi eshitishim bo'yicha AQSh fizический produktlardan ko'rasa, shu texnicheskiy produktlarni ko'proq eksport qiladi. Shuning uchun производство aytaylik qanaqadir tariflar bularni cheklay olmasligi mumkin. Ya'ni misol uchun programma sotayotganda yoki bo'lmasa boshqa narsa qilayotganda tariflarni cheklab o'tish mumkin-da bu narsa. Chunki ular internet orqali bo'lgani uchun uni borderlarni yopib to'xtatib qo'yib bo'lmaydi bu narsani. Eksporti shunaqa. Deyarli, shuning uchun yaxshi insight bo'ldi. Bizda hozir mana aytasiz Bextga nobarqarorlik bo'layotganda biza logistikada, men o'zim logistman, yuklarni kamayishini kuzatyapmiz va yuklarni narxi pasayishini ko'ryapmiz. Juda ham past. Misol uchun aytaylik, avvallari bizda dizelning narxi past bo'lib, yuk narxi baland bo'lgan bo'lsa, hozir ikkalovi teskarisiga ishlayapti. Ya'ni dizelning narxi ham baland, yuk narxi past. Shu ekonomikada biza aytaylik bu holat yaxshilanishi qachon mumkin? Misol uchun, hatto bitta kvartalni prognoz qila olamizmi? Mayli, yilini prognoz qila. Qaysi yilga nisbatan hozir yomondas? 2023 ga nisbatan, ya'ni Covidga taqalyapti. Coviddan oldin ham deylik, $2 baland edi yuklar va dizelning narxi Coviddan 2019 dan oldin, 2020 dan oldin. Va grafika to'g'ri ishlardi. Ya'ni aytaylik, yuk narxi baland, dizel narxi pastroq yurardi. Hozir ikkala grafika teskari ishlayapti. Ya'ni nobarqarorlik biza kichkina biznes ichida ham ko'ryapmiz va bu narsani hech bo'lmasa bitta kvartalga biza prognoz qila olamizmi? Hech bo'lmasa. Ya'ni Covid pandemiyasi insoniyat tarixidagi logistika uchun nihoyatda unikal hodisa bo'lganda. Qanaqa unikal hodisa? AQShda iqtisodiyotning katta qismi xizmatlar, tovarlar nima katta qismi emas. Covid pandemiyasi natijasida ko'p nima deydi, odamlar misol uchun ofisga kelishi va xizmat yurishini cheklashgan, keskin cheklashgan. Keskin cheklashgani uchun tushunarliki o'sha bor omborxonadagi yoqilg'ini narxi keskin tushib ketgan. Esimda bo'lsa 2020-yilda neft olsangiz pulini beradiganlar bo'lgan, ya'ni shunaqa. Nol emas, ya'ni manfiy minusga ishlaydi. Minusga, ya'ni olib ketsanglar bo'ldi derdi, pulini beramiz degan. Ya'ni chunki neftni bor mavzu sodержанияsi ham tushganda, o'sha berib olgan. Kimdir olib ketsa roziman degan narx bo'lib qolgan. Bu birinchidan, ya'ni dizel narxi yetadi. Bu o'z-o'zidan ko'chada hech kim yurmagan mashina. Shunaqa, talab bo'lmagan. Endi qarang, ikkinchi narsa, masalan, hozirgi mana iqtisodiyot, mana hozir shaharda yurasiz, boshqa mana odamlar restoranga boradi, sochini oldiradi. Iqtisodiy siklga aylanadi. Aytmoqchiman, qarang, xizmatlarni iste'mol qiladi. Kinoteatrga boradi, restoranga boradi va hokazo. Covid paytida xizmatlar keskin kamayib ketgan. Ya'ni hech kim samolyotda uchmagan, hech kim sayohat qilmagan, operaga bormagan, teatrga bormagan, konsertga bormagan, barga bormagan, hech qayerga bormagan uchun odamlarda lekin daromadlar tushmadi-da, pul qoldi. O'sha pulning katta qismini tangible, ya'ni ushlab ko'rsa bo'ladigan tovarlarga ishlatish boshlashdi. Va agar masalan grafiklarni ko'radigan bo'lsak,
u tarixiy pretsedent bo'lmagan narsa Covid boshlanishidan keyin bir 23-yilgacha taxminan tovarlarni iste'moli keskin ko'paygan. Keyin hozir o'z joyiga tushdi. Servisga aylandi yana. Ha, men Covidda Amerika AQShda yashardim. Masalan, bolalarni ham chiqqa olib bormadim. Faqat fizik narsani zakaz qilib, masalan, uyimda ham misol uchun ofisim yo'q, chunki ofisda ishlardim. Keyin uyga ofis qilishga to'g'ri keldi. Stol, stul, shkaf zakaz qilsa, va hokazo. Katta displey olishimga to'g'ri keldi va hokazo. Ya'ni hatto meni uy xo'jaligim anaqasida deylik, kesimida masalan $100 pulim bo'lsa, oldin uni $50 xizmatlarga, $50 tovarlarga ishlatadigan bo'lsam, keyin Covid paytida $100 pulimni 90%ni tovarlarga ishlatdim. Chunki hatto sartaroshxonaga ham boraman. To'g'rimi? To есть nimaga bu olib kelyapti? Bu degani bizda tarixiy pretsedent bo'lmagan tovarlarga o'sish bo'ldi, bu bir. Ikkinchisi tarixiy pretsedent bo'lmagan energiyaga talab tushib ketdi, bu ikki. Ya'ni siz aytayotgan narsangiz ham talab ko'p. Bu tarixiy pretsedent bo'lmagan narsa, menimcha keyingi safar ham bo'lmaydi. Lekin nimani bozorda o'zgartirib qo'ydi? Bozor nihoyatda jozibador ko'rinish boshladi. Jozibador ko'rinish boshlaganda insonlar boshqa kasb qiladiganlar ham bu bozorga kirishni boshladi. Lekin mana anaqada iqtisodda anaqa sticky wages degan narsa bor. Masalan, bir xil narsalarchi narxi ko'tarilgandan keyin tushirish qiyin-da. Bir xil kasblar ham shunaqa. Masalan, qanaqadir ham joyda oltin lixoradka bo'ladi, hamma kelib oltin qilish boshlaydi-yu. Keyin boshqa narsa qilishi qiyin. Ya'ni sizlarni bozoringizda unikal yana narsa nima bo'ldiki, juda ko'p odam kirdi bozorga, chunki talab bor edi. Talab tushgandan keyin unaqa ko'p odam chiqib ketmadi. Ya'ni o'sha qoldi qolib ketdi. Eskanu tushundim. Omon zamonni eslagan qoldi qolib ketdi. Lekin talab tovarlarga 2022-yil darajasiga hali ham chiqmadi. O'sha uchun barcha chiqmasa ham kerak. Chiqmasa ham kerak, Ya'ni masalan, hozir hamma yana uyga kirib yana xizmatlar mana agar deportatsiya qilib hozir mana non domisallarni boshlab bu ham savolimiz lekin talabni tushiradi bozori qismida. U talab yana tushiradi. Chunki har bitta AQShdagi inson u ham ishlab chiqaruvchi, ham iste'molchi-da. Ya'ni masalan hozir 10 million odam AQShdan chiqib ketsa, masalan 2 million odam AQShdan chiqib ketsa, ularni ishlatish ham servisga nisbatan pul spending power ham kam. Masalan hozir kimdir masalan bolasiga patinka olib beryapti, nimadir sotyapti, u masalan sizlarni bozoringiz nuqtada talab tushiradi. Pul iqtisodiyotga yana kiradi-da. Ya'ni ular ham shu uchun hamma tomonlama lekin hozir mana begisdiki misol uchun aytaylik ko'p mana ingliz tili bilmaydigan o'zbek haydovchilar trakdan tushib boshqa Uber ishlariga kirishni boshlashdi. Mehnat bozori to'g'risida savollarimiz boshlandi уже. Mana aytaylik ularni tushgani Amerikadan chiqib ketdi degani emas. Ular o'zini xohishi bilan tushyapti, qo'rqqanidan ba'zi bir miqdorda. Mana shunaqangi vaziyatlarda bu ekonomika siklda demand bilan supply o'zgartirib yuboradi-ku, to'g'ri? Chunki daromad tushib ketadi. Yana bitta narsa, bu yerda savolli qo'shimchasi, agarda ular tushsa, yukki narxi ko'tarilish ehtimoli qanchalik bizada? Ya'ni qanchalik viloyat qiladi o'zbek auditoriya yoki boshqa non-English auditoriya bu sohaga yuklarni narxini? Buni hisoblash uchun mana qarashingiz kerak. Misol uchun, hozir masalan nechta haydovchi bor bozorda? Taxminan bir 3 million. 3 millionda. 3 millionda. Masalan, 3 milliondan qancha? Endi mana shu drive-in haydaydigan logistikada. Masalan, 3 milliondan necha foizi deb o'ylaysiz, masalan, tushish ehtimoli bor-da? Общий o'zbeklarni oladigan bo'lsa, biz 350 mingmiz. 350 mingdan misol uchun erkaklarni olib tashlaydigan bo'lsa, yarmi, aytaylik, 3dan 1 deylik, 3dan 1 bolalar, 3dan 1 ayol. 350 ming o'zbeklar AQShda. Taxminan statistikada. Bu narsa qanaqa olingan? AQShda tug'ilgan bolalarni bitta otasi, bitta onasi va bitta qarindoshi qilib hisoblangan va AQShda adashmasam o'sha statistikasi bor. Ya'ni bu narsani O'zbekistonda yurg'izib olishadi, chunki u yerda yozganda o'zbek fuqarosi deb yozadi, metrik animasiya pasportiga, uni hisoblash oson. O'sha sifralarni ko'paytirganda 350 ming taxminan atrofida chiqyapti va plus bunga yana 150 ming qo'shish mumkin deyishyapti. Nimaga? Buxarskiy yevreylar bor, O'zbekistondan ketgan. Bularni ham o'zbeklarning qatoriga qo'shib, где-то 1,5 millioncha o'zbek bor degan statistika bor. Mayli, industriyadagi haydovchilar necha? Yo'q, industriyadagi mana agarda hisoblasak, misol uchun 500 mingni teng yarim 3dan 1ni olsak, misol uchun 150 ming deb olsak, uni bir 10% bo'lishi mumkin. Taxminan 10-15 ming. 10-15 mingda. Masalan, 10-15 mingtadan misol uchun 5 mingtasi chiqib ketsa, bozorga pagoda qiladigan raqamlar emasda. Shuning uchun mana ko'pchilik bizdan savol so'raydi, aka mana logistikada sizlar 5 yil, 10 yildan beri deb. Biz aytamiz, mana shu tushayotgan odamlar
tushyapti-ku, nimaga narx ko'tarilmayapti deyishadi-da. Biz uni bunaqa matematikasini shu intervyuda aytib ketishni ma'qul ko'rdik. Har bitta odamga individual aytishdan ko'rasi, bu narsadan yana noto'g'ri foydalanayotgan odamlar bor. Begzod aka, misol uchun oddiy odam o'ylaydiki, misol uchun iqtisodiyotga aloqasi bo'lmagan odam o'ylaydiki, demak odamlar tushyapti, bu degani talab bilan taklifni qo'zg'atib yuboradi. Ya'ni traktorchilarga bo'lgan talab kuchayadi degan narsani qiladi-da, qo'shimcha traktor olishni boshlaydi. Nima bo'ladi oxir oqibat bu narsa effekt qilmaydi. Yuk narxi hali ham $2 turibdi, 1.80 da turibdi per mayliga va uni olib qo'ygan qimmat traklari long term iqtisodiyotda уже ketdi, uxladi. Yomon tarafi bu narsalarni finance ga olishadi, lease ga olishadi 2-3 yilga bog'lab. Bu 2-3 yil paymentini qimmat narxda trakka to'lab yurishga sababchi bo'lib qoladi-da. Shuning uchun yana bitta savolimiz bor edi Begzodga. Misol uchun hozirgi iqtisodiyotda mana soft economy deymiz-ku. Masalan, aytaylik, hozirgi AQSh iqtisodiyotini aytaylik, wait and see pozitsiyasida-da. Hozir bir o'zingiz aytganda investorlar hozir kutib turishibdi, investitsiya qilishni. Qanaqa ishlab chiqarishni kutib turibdi, capex qilishni. Rationalizatsiya qilishga kutib turishibdi-da. Bunaqa vaziyatda logistikadagi bir qancha o'zbeklarni ko'ramiz, rationalizatsiya qilishyapti-da. Temporary income ga ishonib, long term decisionlar qilib tashlashyapti o'sish uchun. Shunaqa vaziyatda nima maslahat berasiz kichkina bizneslarga? Ya'ni katta gigant bizneslar kutib turganda, kichkina bizneslarni bu narsaga amal qilmay kengayishi. Endi qarang, mana shu anaqa borda, bozorlar shunaqa fragmentatsiya qilinganki, balki kengayish ham kerakdir-da. Men masalan, hamma spesifik biznes haqida yoki spesifik joy haqida gapirish qiyin-da. Mana hozir Palo Altodagi downtownda yurdik. Bundan men ko'p kelaman anaqaga, San Fransiskoga, endi nisbatan ya'ni 1 yillik hikmatga 1-2 marta kelaman. Ko'p kafelar ochilganda qaytadan. Chunki xizmatlarga masalan talab bor. Masalan, bundan 6 oy oldin bitta joyi tanishimiz olmoqchi edi. Hozir o'sha boshqa kafe olib ishlatyapti. Lekin bu 1 yilmi klient topolmayapti dedi. U kafelarda. Masalan, lekin talab bor. Odamlar chiqyapti, ko'p xarajat qilyapti va hokazo. O'shanga masalan, kafe ochishim kerakmi, kengayishim kerakmi degan savol bitta savol. Agar masalan ishlab chiqarishga investitsiya qilishim kerakmi degan ikkinchi savol. Chunki nimaga Amerikada ishlab chiqaruvchilar kutyapti? Ularni asosiy fikri tariflar nima bo'ladi? Olib kiradi. Masalan, agar bojlar oshib ketsa nihoyatda va bojlar baland nechidir o'nlab yil tursa, balki zavod qurish maqsadga muvofiqdir deb o'ylashyapti. To'g'ri. Lekin agar boj hozir qo'yiladi, ertaga qaytadi, keyin masalan Trump ketgandan keyin bojlar yana normalga tushib qoladi. Zavodda 100 mingni qaytarib yuborish 1 million, 2 million, 3 million. Shunaqa narsada, ya'ni o'shaning uchun hozir investitsiya qilmay turamiz, nima deydi, ko'ramiz deyapti. Lekin deylik, sizda deylik qanaqadir ham bir ishxonangizda bor, masalan kafengiz bor, stul yo'qda, yoningizni sotib olib kengaytish kerakmi? Balki kengayish kerakdir. Shuning uchun, ya'ni bu narsani bitta narsaga bog'lasak bo'ladimi? Begizga misol uchun import qilmaydigan bizneslar kengayishda davom etishi xavfsizroq degan narsani. Shunaqa desa bo'ladi, lekin bu ham umumiylashtirishda, masalan deylik qanaqadir xizmat bor, deylik, bilmadim, traklarni remont qiladigan xizmat, masalan. Balki unga o'sha hududida talab ko'pdir. Biz bilmaymiz-ku, misol uchun. Yoki situativ narsalar ham bor, yoki uni raqobatchilarini sifati yomonroq. Misol uchun Gavayiga borganimizda bitta turkcha restoran bor edi. Musulmonlar o'tga talabi kuchli-da. Masalan, o'chirtga turishibdi. U uni rationalizatsiya qilishi aqlga teng. To'g'ri. Shunaqa. Bu yerda mana ko'rgan bo'lsangiz, yemenlik qahvaxonalar bor, Xaraz, Dela degan. Rosa ko'payib ketdi AQShda. Chunki kechqurungacha ishlaydi, odamlar qanaqadir joyda qahva ichgisi keladi. Men hozir ko'raman, Chikagoda ham mana shu ko'payib ketdi. Yoki Chikago taraflarida bir oxirgi 1-2 yilda bir 15 ta 20 tadan ko'p o'zbek restorani ochildi-da. Kichik muddatda. Misol uchun kerakmidi degan savolga balki ularga kerak edi. O'shanga rosa qiyin aytish, kim kengayish kerakmi yo'q. Masalan, Nyu-Yorkda siz men anaqa ishlagan ishlatim NYU-da, NYU-ni Abu Dhabi kampusida ishlayman. Bizada Nyu-Yorkda ham kampusimiz mavjud va Nyu-Yorkdagi kampusimizda, lekin Nyu-Yorkda kam bo'lasiz. Kam bo'laman. Men shu yozda keldim, mana shu yozda bor edim ozgina. Washington Square Park bor. O'shani yonida Abu Dhabidagi domlalar uchun ofisimiz bor. O'shandan bir blok, ya'ni bir asnovkada Toshkent degan supermarket ochgan. O'sha NYU ni oldida domlar. Bizdan bir 5 minut piyodada bordim, hamkasbim bilan osh olib berdim-da. Men bunaqa o'zimni baxtli ham his qilganman. Ya'ni meni shahrimning nomli anaqa do'kon, nima demoqchiman? Odam anaqa joy yo'q. Ya'ni
nima deydi, bir 15 minut navbatda kutdik, 5 minut anaqa yurdik o'tgacha magazinga. Kengash kerakmidi? Kerak edi, lekin necha yil esida bo'lsa, ochilishimizda bir yarim yil, 1 yil turdi. Shuning uchun ular balki kengash kerak edi, balki ular yana katta narsa ochish kerak edi. Bilmadim. Ya'ni o'shanga hammaga talabga qarab anaqa qilish kerak. Endi hozir mana xulosa qilib ketaylik biza ko'rayotgan odamlarga, ya'ni ular shuncha gapdan keyin ham nobarqaror decisionda qolsa bo'lmaydi-da. Ya'ni iqtisodiyotchi tomonidan, misol uchun aniq narsa aytsa, agar aytaylik iqtisodiyot misol uchun har doim aniq narsalarga quriladi. Bu aytaylik logistika sohasida mana aytaylik trakkimizni ko'paytirishimiz kerakmi yo'qmi? Sizni fikringiz. Ya'ni iqtisodiyotchilar. Hozir anaqa Ma'mudgacha Stanfordda Gerbert Hoover Tower bor-da. Bu yoq tarafida mana. Anaqa mashina bor-da. Gerbert Hoover Amerikan prezidenti bo'lganda, u ham shu inqiroz paytida prezident bo'lganda bir mashhur gapi bor. I need a one-handed economist deganda. Endi inglizchada menga bir qo'lli iqtisodchi kerak degan. Nimaga bunaqa bo'lgan? Chunki maslahatchilarni maslahat qilganda ular on one hand bunaqa, on another hand bunaqa deganda, o'tgangi men bir qo'llisini aytgan, chunki men qaror qabul qilishim kerak. Ularda o'zbekchasini aytsa, bir tomonda bunaqasi. Masalan, o'sha Guverni qiynalgan narsasi nima bo'lganki, qaysi iqtisodchi bilan gaplashsa ham, masalan, nima qilishimiz kerak desa, bir tomondan bunaqasi bunaqa bo'ladi, ikkinchi tomondan bunaqa bo'lgan. Chunki haqiqatan misol uchun haqiqat qiyin narsa-da. Keyin uni frustration qilib, jahli chiqqanda deb o'sha maslahatchilarga men bir qo'lli iqtisodchini olib kelgan, ya'ni men ikkita taraf eshitib kelyapti deganda, mana tushunaman, masalan, tinglovchiligi bir qo'lli iqtisodchi kerak, lekin men ikkita qo'lim bor. Siz ikkita qo'lingiz bor. Tushunarli. Ya'ni hozir masalan, mamlakat deya olmayman, lekin nima aniq ayta olaman? Nihoyatda yuqori noaniqlik, masalan, makro ma'noda. Lekin inson qanaqadir ham kasbda o'zi agar ko'zi yeta bilsa, tadbirkorlar o'zi aqlli odam. U o'zi masalan o'ylash kerak, lekin masalan men nimadan aniq qilardim, nima deydi, masalan oldini olishga harakat qilardim. Men Trump saylanganda o'tgan kuzda anaqa Chicago taraflarda edim. Endi odamlar bilan gaplashib aniq qilganda ko'pchilik Trump yutdi deb xursand bo'lishayotdi va Trump ayniqsa o'zbeklar. Men o'zbekistonliklar haqida gapiryapman. Xursand bo'lishganida men hayron qoldim. Nega xursand bo'ldim? Men ham. Yo'q-a? Shu jumladan men ham men Trampni misol uchun o'sha iqtisodiyotni o'rganmasimdan oldin prezident bo'lishiga juda ham xursand bo'ldim. Nimaga u successful-da? Bizaga successful tomoni ko'rinadi. Ya'ni otasidan qolgan shuncha narsa bo'lsa ham baribir ham u shu narsani davom ettirib keta oldi, publishni face bo'lib deb taxmin qilardim. Lekin sizni bir ikkita intervyularingizni ko'rgandan keyin o'zim iqtisodiyotga qiziqib bir ekonomikani chuqurroq o'rganishni boshlaganimdan keyin bildim bu narsa teskarisi ekan. Ya'ni o'sha o'zingiz aytib bersangiz yaxshiroq bo'lardi. Yo'q, men hayron qolganim nima bo'ldi? Shu osh poshliga chaqirishadi. Hamma xursand-da. Men o'ylayman, nega xursand bo'lasizlar desam, yo'q deydi, anaqa Trump prezident hali bo'lmagan, dekabrda ham shu yerda edim. Yanvarda inauguratsiya bo'ladi. O'shandan oldingi trak olib qo'yamiz deyapti. Nimaga olib qo'yasizlar desam, chunki u bo'lgandan keyin hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi deyapti. O'sha yaxshi bo'lib ketganda bizda o'sha trakimizni ishlab turgan bo'ladi. Men aytdim, u masalan immigratsiyani cheklamoqchi, sizlarga katta minus endi trak korxonasiga. U savdo urush qilmoqchi, noaniqlik oshiradi. Ya'ni hamma tarafdan, misol uchun mantiqan, agar siz masalan logistika sohasida ishlasangiz, sizga bu yomon yangilik bo'lishi kerak-da. Agar uni gapiga ishonsangiz. Masalan, intervyularini ko'rganmizlar, anaqalarni ko'rganmisiz? Ha, ko'rganmiz, lekin biz u paytda yashaganmizda, xuddi Covid paytini ishladik. Shunaqa, u Covid bilan bo'lib qo'ygan, anaqa to'g'ri kelib qo'ygan. Rasm bir xil odamlar O'zbekistondan ham, Rossiyadan ham Sovet paytini qumsaydi-yu, 50 tiyindan marojna olardik degan. Shunaqadagi Trampni zamonida, asosan lekin Bayden zamonida bo'ldi-yu, lekin qanaqadir Tramp mazasi qolib ketdi. Anaqa esida bo'lsa, kichik bizneslarga davlat anaqa Covid paytida juda arzon kreditlar berdi. Kim so'rasa qancha SBL uni shunaqa qilib bergandan keyin odamlar o'ylashdiki, Tramp bu bizani bir qutqaruvchi vositamiz deyishdi. Keyin yana boshqa tanishlar aytishdiki, Pensilvaniya shtatida o'zbek shu trak sohasida shug'ullanganlar osham berishibdi shu yutganida anaqa qilib. Endi hozir nishonlabgandir. Hozir yo'q, men bilmayman, lekin hayron qolasiz. Yaqinda anaqa shu jurnalistlar, Amerikadagi jurnalistlar anaqalardan shu Hispanic community, ya'ni markaziy va janubiy amerikaliklarni hamjamiyatlarida borib so'rashdi odamlar, nima deb o'ylayapsizlar? Mana Tramp hozir ko'pchilikni uyini vayron qildi, ko'chada odamlar
ispancha gapirsa moshinaga solib olib ketib qolyapti dokumenti bor yo'q qo'l quruq bir qilib yaqinda eshitdim citizenni ham olib ketib qolishdi shunaqa ular olib ketib Luizanaga olib borib keyin u yerda sortirovka qilyaptida endi nihoyatda bu anaqada aqsh uchun bir anaqa g'alati narsa nima deb o'ylayapsizlar deb so'rashsa ham lekin baribir ham yaxshi deyapti ya'ni hatto misol uchun o'zini qarindoshlarini olib ketib qolgan bo'lsa ham odamlar misol uchun nima shunchalik emotsiya bergan odamlarga bilmayman bu paytida yaxshi to'rt yil yashaganimiz nima shunchalik endi hamma yaxshi yashamagan masalan sizlar sohalar yaxshi yashagan lekin universal ma'noda hamma narsa zo'r bo'lgani qiyin cheklab berilgan-ku misol uchun cheklarni katta emas misol uchun $600 cheklab bergan kim ya'ni aytaman misol uchun Bayden paytida ham berilganda uni aytish qiyin manimcha status quo yoqmagan xolos lekin yana qaytaylik misol uchun hozirgi oq uy qilayotgan narsa nihoyatda katta aniqsizlik kiritib bizneslarni pul ishlatmaslikka chorlayaptida bu iqtisodiyot uchun tormozga bosishdagi narsa endi qanaqadir omadi kelgan odam bu narsani nimaga qilyapti deb o'ylaysiz deysizki mana misol uchun aytaylik o'ttiga o'tirgan odamlar aniq ahmoq emas aniq lekin aniq emas lekin aytaylik qilayotgan qarorlari o'tirgan pozitsiyalari o'tga bir kunda kelib qoladigan pozitsiyalar emasda o'tdagi misol uchun aytaylik o'sha respublikachilar uni atrofidagi vice prezidentlari to'g'ri bir ahmoqona savollar bilan chiqib qolishadi javoblar bilan chiqib qolishadi lekin u o'tga erishishi o'zi qiyinda qarang aqshiga odam hukumatda ikkita anaqasi borda deylik iyerarxiyasi bor biri professional byurokratlar bular nihoyat professional insonlar biri siyosiy boshqarish ular har siyosiy siklda o'zgaradi masalan aqsh moliya vazirligini olsangiz moliya vaziri uni o'rinbosarlari yangi administratsiya kelganda o'zgaradi o'zinikini olib keladi yoki masalan harbiylarda va hokazo lekin asosiy qismi lekin o'sha anaqa byurokratlar bo'ladi bu prezident bo'ladi bitta odam o'zgaradi tepada asosan tepa qismi o'zgaradi ular rostdan professional anaqa qaror qabul qilmaydiganlar professional ularni maslahatlari hali ham to'g'ri o'shanga masalan Tramp asosiy g'oyasi drain the swamp deydi anaqani shu bolotani quritib tashlaylik deydi uni fikricha o'sha byurokratlar aqshni tortib turgan narsa o'shanga mana qilishdi ekonom qilish uchun xarajatlarni katta qilish ishchilarni ko'p haydashdi misol uchun soliq qo'mitasidan masalan moliya vazirligidan tashqi ishlar vazirligidan yuzlab professional sepkanizki kerak odamlarni ketkazib yuborishdida juda ham chunki hatto masalan qonun muhofaza qiluvchi FBR prokuratura kabi joylardan ham insonlarni ishdan haydashdi sababi anaqa deb ko'rsatishdi ya'ni ular deylik siyosiy qarorlarni to'xtatishyapti anaqa qilishyapti deb bu bor gap lekin chunki ularni fikricha bu destruktiv choralar bu to'g'ri lekin siyosiy anaqada misol uchun mana hech qachon prokuror ish qilmagan odamlarni prokuror ishiga qo'yishyapti deylik xuddi soliqdagi tizimdagi odamni borib ta'lim vaziri qilib qo'yganda shunaqa yoki kim ko'p donor bo'lsa uni masalan katta должностьlar beryapti va hokazo o'tgan srokida ham shunaqa edi bu srokida ham mana podcasterlarni anaqa qilyapti lekin topgan narsalari yaxshi bo'ldi-ku mana misol uchun social securityda qancha pulni ekonom qilishdi unaqa emas ekanda masalan o'qisa bizga misol uchun newsda o'qiganimizda endi o'zi fake news deydi ko'p kanallari odam ikkilanib ham qoldi qaysi birini ko'rishga misol uchun 400 yoshga to'lgan odamlarga hali ham pensiya berilyapti bu bo'lmagan gap bo'lmagan gap masalan bu keyin tan oldi oq uy bo'lmagan gapligini lekin u gapiraveradi shunaqa yoki masalan mana gazada 50 millionga masalan prezervativ tarqatdik degan masalan bu ham xato gap bo'lganda ya'ni u siyosiy sabablarga ko'ra aytiladigan gaplar unaqa emas man hayron qolganim Tramp mana shuni tozalashni boshlaganda Elon Musk boshlaganda aqshda ancha noto'g'ri xarajatlar nima desamki kerak emas xarajatlar ko'p deb o'ylardim va korrupsiya bor deb o'ylardimda bularni ishidan keyin tushundimki nihoyatda toza ekan ya'ni shuncha harakat qilishdi va topgan narsaligisi o'sha hech narsa emas narsalarni topishdi ya'ni qanaqadir ma'noda man hayron qoldim qanchalik byurokratiya sifati yuqoriligi ya'ni siyosiy anaqalar kelishdi boshliqlar va byurokratlarni yasash uchun hamma narsani ko'lash boshlab hech narsa topisha olmadida ya'ni mana shu narsa menga anaqa bunchalik toza bo'lishi mumkin emas deb o'yladim shunaqa deb o'yladim ya'ni masalan man aniq bilardim qanaqadir wasteful spending ya'ni misol uchun kerak emas narsalarga xarajat bor deb o'ylardim lekin ularni
o'sha tablitsalarni ko'rgandan keyin ko'ryapman deyarli zo'r ishlatiladi. Ya'ni qanaqa darajada byurokratik demak misol uchun biz ko'rayotgan sifralar misol uchun social securityga 1.8 trillion dollar ishlatishadi, годовой deydi. Bu narsalar to'g'ri joyga to'g'ri joy. buni misol uchun rezultatini ham o'zimiz ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun ko'chalarimiz, ya'ni meditsinani chaqirsak 1 sekundda kelishi, tam 5 minutda o'sha narsalarda ko'rishimiz mumkin. Endi qilmasada ko'rmasligingiz mumkin. Masalan, deylik, AQSh ikkita eng katta xarajati bu sog'liqni saqlash va harbiy xavfsizlik. Military. Ular misol uchun agar dunyodagi ekvivalentligi solishtirsangiz nihoyatda baland. Misol uchun AQShdagi hech kim ko'p sog'liqni saqlashga ishlatmaydi pul. Yoki qariyalar ko'p bo'lgani uchun social o'sha ijtimoiy to'lovlar juda ham yuqorida. Qanchalik o'ylaysiz bekizki, mana misol uchun soliqqa ko'p pul ishlatadi do'stlar, balkim bu soliqqa ko'p ishlatayotgani mana biz bilamiz, ko'pchilik ayniqsa o'zbeklarda men o'zim ko'rganman shaxsan inkamini kamroq ko'rsatib turib, soliq benefitlariga ega bo'lishadi. Sen tajriba ketamiz. Daromadini kam ko'rsatib turib, daromadini kam ko'rsatib turib, davlatdan aniqlab olishadi. Tekin soliqqa benefit, ya'ni foydalar olishadi. Tekin страховка olishadi. Meditsinskiy. Bular davlatga zarar-ku. Bular davlatga zarar. Ya'ni balkim pul o'sha yoqqa ketayotgandir soliqqa. Yo'q, unaqa katta emas. Uni ham masalan ko'rsa bo'ladi. Ko'p-ku. Ko'p unchalik emas. Mana shu ham qiziq savol bo'ldi. Buni ko'rib chiqishda anaqa non-legal immigrantlar oladigan sug'urta to'lovlarini asosan bolalarga beriladi. Bolalar ko'p o'sha bolalarning ota-onasi non-legal immigrant, lekin bolalar AQSh fuqarolarida. Tug'ilish jarayoniga beriladi va hokazo, lekin ko'p o'sha sug'urta va tibbiy deylik yordam bola tug'ilgandan keyin yo'q bo'lib ketadi, lekin shtat darajasida. Ya'ni bir xil shtatlarda ko'proq, ko'pincha New York, Kaliforniyada ancha deylik saxiyroq. Masalan, respublikachilar bor shtatlar ancha ziqnaroq bu narsada. Shunga bolalarning sog'liqlari deylik masalan Kaliforniyada, Alabamadan ko'ra ancha yaxshiroq masalan. Va unaqa katta pul emas. Eng katta pul sug'urtaviy to'lovlarga ketadi. Masalan, siz hozir borasiz, sug'urtangiz bor, gospitalga borasiz, gospitalda 2 minut doktor ko'radi, $30,000 счетni sug'urtangizga yuboradi. Mana bu haqiqiy bu tarafini tekshirish kerak ekan. Ya'ni lekin buni hukumat emas, bu o'zi bozor nihoyatda, endi bu ancha uzoq gaplashadigan mavzu. Bozor nihoyatda muhofazalangan va o'sha tibbiy nima desam ekan, muassasalar og'ziga kelgan narxini gapirsa ham sug'urta to'lab beraveradi. Men shu narsani eshitdim bekizki, mana ko'p ya'ni ukrainlar, rus tilida gaplashadigan millatlarda meditsina sohasiga bizda ancha oldin kirishgan ekan. Bizda mana endi nurslarga o'qishyapti qizlar, O'zbekistondan kelganlar, hamshiralar. Uzr so'raymiz, inglizcha so'zlar ko'p. Mana o'sha tarjima. Siz bilinadi, işte O'zbekiston ko'p borib turishingiz, biz 1 yilda 2 marta boramiz. Mana endi. Lekin mana men o'zbekcha yozganim uchun o'zim tarbiyalab boraman shu aralashtirmasdan. Yaxshi. Bizda mana nurslar to'g'risida gaplashyotgandik, ya'ni meditsina shu o'rischa gaplashadigan millatlarda men eshitganman, mana shunaqa страховкаga qimmat yozib turib, keyin uni pulini borganda dorini bermasdan turib, dorini ham ekonom qilib qolish. Ya'ni misol uchun sizga dori назначить qilib berdi, $10,000 aptekaga boryapsiz, imennoy aptekaga. U aptekada o'ris odamlar upravlaydi, farmatsevtikada. O'tda sizga dorini bermasdan turib, sizga 50 ishlashadi. Ya'ni $10,000 chekka olishadi. Sizga $1,000 dori berishadi, $9,000 aptekaga qoladi. Bunaqa, ya'ni endi bu qonunbuzar, bu jinoyat. Bu jinoyat, konkretniy jinoyat. Lekin aytmoqchimanki, mana shunaqa sohalarda siz ko'ryapsiz, misol uchun aytaylik, meditsinaga to'g'ri pul ajratilyapti. Aytaylik, mayli gospitallar ham to'g'ri pul yozayotgan deb hisoblasak, lekin u yoqda ham bor. Endi qarang, mana o'g'rilik bu endilik oson, jinoyat bilamiz. Ko'p bekorga ketadigan pulchi legal ravishda yoqilyapti-da. Mani ko'proq anaqa qiladigan narsa deydik, tashvish oladigan narsa bu kimdir pulni o'g'irlash emas. Pul noto'g'ri sarf xarajat bo'lishida. Asosiy narsa nimaga? Misol uchun AQShda bilsangiz, gospital qura olmaysiz. Nega? Cheklangan, masalan, karta, masalan, deylik, mana shu Kaliforniyada hozir gospital quraman desangiz, American Medical Association sizga ruxsat bermaydi, misol uchun. Xususiy biznes, misol uchun mana qahvaxona qura olasiz.
lekin gospital deyarli quramiz. Hozir gospitallar anaqami? Governmentnikimi? Governmentniki emas, ular o'sha assotsiatsiyalari bor. Gospitaldan qo'y, masalan, Dilgan Stanford universiteti. Ularda Stanford deylik tibbiyot maktabi bor. Medical school. Ularni nechta doktorni o'qita olishini ham Amerika tibbiyot assotsiatsiyasi belgilaydi. Wow. Ya'ni masalan bitta ko'p talaba qila olmaydi, chunki doktorlarning oyliklari tushib ketadi deydi. Karteldagi sonini cheklab turadi. Tushunasizmi? Ya'ni bu gospitalning soni masalan Walmart gospitalni qurib tashlaydi menimcha. Arzon narxda tushib ketish. Lekin nima ma'noda o'sha makondagi, mana tasavvur qiling, mehmonxona ochish uchun boshqa mehmonxonalar roziligi oladigan bo'lsa, bu kartel degan narsa-da, ya'ni bu sgovor qilishgan va davlat bunga yo'l qo'yib berganda. Lekin nima deb o'ylaysiz? Iqtisodiyotda balkim bu yaxshi ko'rsatkich. Yaxshi emas. Nega? Qarang, chunki narx oshib ketyapti-da. Narx oshyapti, narx aytaylik nurselarga ochiq, ya'ni hamshiralarga nisbatan oshyapti. Hamshiralar hamshira bozori doktorlar bozoridan sal farqli. Hamshira bozori ancha erkinroq doktorlar bozoridan. Masalan, nursing school bor, masalan, hamshiralarni yetkazib beradigan maktablar. Ularda doktorlar yetkazib berishdagi hard caplari yo'q. Masalan, nechta hamshiraga ta'lim berish belgilangan. Limit yo'q. Doktorlar belgilangan. Keyin bilsangiz, ko'p chet ellik doktorlar AQShda imtihon topshirib doktorlik sertifikatsiyasini olishi mumkin. Ularning ham soni kvotalanganda, ya'ni hammasi mana bilimiga qarab olmayapti. Nechta olsa oladi. Nechta bu juda ham iqtisodiyotga qanaqa ta'sir qiladi masalan? Agar qaysidir narsani siz sun'iy ravishda ushlab tursangiz, uni narxi oshadi-da. O'shaning masalan AQShda doktorlarning oyliklari, daromadlari o'ta baland. Endi lekin o'zi olish ham qiyin doktorlikni. 7 yil, 12 yil o'qish. Endi qarang, o'shanaqa mana AQShda hozir kvalifikatsiyasi o'ta oladigan darajada 2 barobar ko'proq doktor yetishib chiqara oladi-da. Wow. Hozirgida, misol uchun mana ixtiyoriy tibbiy maktab insonlarni oladi, misol uchun 100 ta odam piyom qiladi. 200 ta olsa ham sifat tushmay ekanda. Chunki ularning ballari nisbatan baland va hokazo. Lekin shunga qaramasdan doktorlik tago kartelniy bir, ya'ni bu ham siyosiy kuchlar tomonidan qilingan, pul qilish uchun atmamaniya qilish. Atmamaniya emas, bu anaqa mana aytganingizdek boyiga 1.8 o'sha yerga ketyapti-da. Ya'ni uni qisqartirishyapti, limitlarni. Narxga ta'sir qilyapti. Mana masalan uchun tibbiy xodimlarning narxi o'ta baland. Nimaga o'ta baland? Chunki ularni yetishtirib chiqarish cheklangan. Bolnitsalar qurish, ya'ni shifoxonalar qurish chegaralangan. Masalan, mehmonxonalar qurish chegaralanmagan-ku. Siz masalan, bu mehmonxona qurish uchun boshqa mehmonxonalardan rozilik olish kerak emas. Lekin shifoxona qursangizga boshqa shifoxonalar rozi bo'lish kerak. Bu g'alati muvozanat-da. To'g'ri. Yana qaysi davlatlarda bor begisizga shunaqa? Yo'q, endi ko'p davlatlarda bor, lekin bunchalik masalan chegaralangan, masalan, lekin misol uchun mana bizlar tomonidan, konsumerlar tomonidan qaraydigan bo'lsak, aytaylik davlat tomonidan emas, konsumerlar tomonidan bu bizga hech noqulaylik tug'dirmagan. Ya'ni har doim available, to'g'ri. Ya'ni to'g'ri очередь bo'ladi, to'g'ri. Men o'zim Covidda tish doktoriga borganimda 5 kundan keyin kelgan deganda, u chidab bo'lmaydigan og'riq. Shuning uchun bunaqa vaziyatlarda ko'ringan, lekin umumiy olib qaraganda biz misol uchun hospital aytaylik shifoxonalarga jalbamiz yo'q. Ya'ni yo'q, endi qarang, jalbingiz yo'q. Bizga siz ancha qimmatroq to'layapsiz-da. Mana qarang, Medicare, Medicaid sizni soliqlaringiz katta qismida. Men masalan AQSh soliq to'lovchisiman, masalan katta soliqingiz qismi masalan 30% deylik o'sha Medicare, Medicaid ketyapti. Uni deylik 10% iqtisod qilsangiz ham federal to'lovlarga soliq. Federal, bu katta raqamlar. Ikkinchidan, misol uchun siz yoki masalan ishxonalar sug'urtaga to'laydi, tibbiy sug'urtaga. Tibbiy sug'urtaning ham narxi o'sha deb baland-da. Ya'ni bu yaxshi muvozanat emas-da. Uni olib qarasangiz, yiliga sug'urta 30 ming, 40 ming ham boradi-da bir xillarda. Katta pullar-da. Men o'zim ayolimizni o'sha farzandli bo'layotganimizda pulli страховкаga o'tdik. Oyiga $2000 to'lov bor edi, lekin cover qilayotgan bizga berayotgan returnni kattaroq edi. Ya'ni bitta tug'ruq o'zi 30 ming, 40 ming dollargacha chiqib ketishi mumkin ekan. O'shanga to'g'ri aytdingiz. Biz endi oddiy xalqqa ko'rinmas ekan bu narsa, lekin o'sha ichiga kirib налогlarning распределенияsiga borsak, o'tda katta qismi ketayotganini ko'rsa bo'ladi. Endi qarang, masalan, men ham bir marta anaqa nima desam ekan, shifoxonani o'sha reanimatsiya odjeliga o'tib qo'ygandim.
счет kelgan $38,000 AQShda. Endi man to'lamaganman, sug'urta to'lagan, lekin 38,000 nihoyatda katta narsa. 5-6 soat shifoxonada bo'lganim uchun, ya'ni buni hech kim to'lamayapti emas-ku, kimdir to'layapti-da buni. Kimdir soliqlari to'layapti. Yo'q, kimdir soliqlari ham emas. Misol uchun, men bu sug'urta tizimi hisobiga masalan, men sug'urtaga deylik, oyiga 2000 to'layman. Mendagi odam masalan 1000 ta odam to'laydi, o'shalarni umumiy qozondan bu pul chiqyapti-da. Shu narsalari yaxshi emas. Amerikada agar bitta soliqda shunchalik utechkamiz bo'lsa, ya'ni ketayotgan minus summalar bo'lsa, Amerika o'zi ko'pincha narsalarda sug'urtasiz ish boshlab bo'lmaydi-da. Hamma narsaga sug'urta qo'yish kerak. Demak, u pulni ham qisman noto'g'ri desa bo'ladi. Yo'q, har xil bozorlarda har xil. Masalan, mana mashina sug'urtasi ancha yengil. Tasavvur qiling, mashinani inson badanidagi tasavvur qiling. Masalan, avtoservislar qurish mumkin emas bo'lib qolsa, avtoservis ustalarining soni chegaralangan bo'lsa, shunaqadagi bozor yaratib qo'yishgan. Hozir masalan, ixtiyoriy masalan balonni tusab qolsa, ixtiyoriy joyga borasiz-da. Tasavvur qiling, aytishsa-da bo'ldi, mana shu avtoservislarni xarajatini yig'amiz, kimdir ochmoqchi bo'lsa, aniq qilamiz, sug'urtani ham biza avtoservis yuboramiz sug'urtaga. Xohlagan narximizni aytamiz. Shunaqa bitta balonga $10,000. Shunaqa. Shunday sizni sug'urtangiz hozir misol uchun $300 to'layotgan bo'lsangiz, ertaga 3000 to'laysiz. Agar sug'urta bozori, mashina sug'urta bozori tibbiyot sug'urtasidagi bo'lib qolganida umuman oylik to'lovingiz sug'urtaga mashina uchun $100 emas, og'irroq bo'lardi. Undan ham battar bo'lardi. Hozir qanchalik men nima qiynalib yotish. Agar bozor bo'lganda, AQShdagi tibbiyot xuddi AQShdagi deylik, mashina tuzatishdagi yengil bozor bo'ladi. Hamma ocha oladi, hamma nima qila oladi va hokazo. Tushunarli. Beshikda tashqi qarzlar bo'yicha gaplashsak, Amerikada rosa katta qarz bor. Rosa katta qarzi bor. Aytaylik $37.8 trillion $2025-yil statistikasiga. Bu narsa GDP'ni 130%. Savol. Bu narsa ekonomikaga, ya'ni tashqi qarzlar o'zi bilamiz, har doim tashqi qarz deylik. Qarzni ko'pi ichkida. Qarzni aytaylik o'zi qarzni qayerdan oladi AQSh? AQSh insonlardan, muassasalar, institutsiyalardan yoki boshqa mamlakatlardan. Okay. Qarzi ko'p bo'lishi GDPdan, ya'ni yalpi ichki mahsulotdan ko'p bo'lishi, 130 barobar ko'p bo'lishi. 130 barobar emas. 130%. 1.3. 130% ga ko'p bo'lishi. 130% ni tashkil qilishi deylik. Tashkil qilishi yaxshimi yomonmi iqtisodiyot? Qachon yomon bo'ladi agar qarang, mana mamlakatda yalpi ichki mahsulot bu biza iqtisodda flow deymiz, bu oqimlar. Qarz qanaqadir ma'noda stokda, bu mavjud boylik. Masalan, agar uy xo'jaligi nuqtai nazaridan qarasak, aytamizki, bitta uy xo'jaligi 100 so'm topyapti, lekin 130 so'm qarzi bor bo'ynida. Bu yaxshimi, yomonmi deganda gap, taxminan. Mana 100 bitta o'rtog'i 100 so'm pul topyapti. Finansiy sifatida pulni qayerga ishlatayotganingizga bog'liq. Ana. Misol. Ya'ni qancha qarz borligi aniq emas. Masalan, mana o'rtog'im bor, deylik, o'sha tibbiyot maktabida o'qiydi, 300 ming qarzi bor. Hozir 70 ming topadi. Ya'ni uni foizi AQShda ancha balandroq, 300% dan ko'p. Lekin u biladiki, masalan, hozir men rezidenturani bitirib doktor bo'lsam, yiliga 300 ming topish boshqa 2-3 yilda yopib yuboraman deb o'ylash mumkin. Xuddi shunaqa, masalan, AQSh topayotgan daromad bu yalpi ichki mahsulot hisoblasak, uni qarzi yalpi ichki mahsulot darajasida. Xo'p, siz iqtisodiyotchisiz, menimcha kuzatib borasiz bu pullar qayerga ketayotganini. Qayerga ketyapti? Investitsiyagami yoki? Yo'q, asosan tibbiyot, anaqa muhofaza, to есть harbiy. Muhofaza qaytib kelmaydi. Muhofaza qaytib kelmaydi. Tibbiyot qaytib kelmaydi. Tibbiyot qaytib va anaqa pensiyalar. Pensiyalar qaytib kelmaydi. Endi bu investitsiya when it comes to return, like return bersa, ya'ni bu narsadan qisqa xulosa. Endi qarang, mamlakatda AQShda asosiy bu byudjet xarajatlari haqida ketadi. Endi byudjetda misol uchun tushumlar mavjud va qaysidir ham qismi qarz hisobiga moliyalashtiriladi. Moliya vazirligiga pul kerak bo'ladi. Masalan, pensiya to'lash kerak, pensiyaga anaqa soliq puli yig'ib bermagan qarz oladi va qarzni olib turib pensiyaga to'lab beradi. Zo'r tushuntirib berdi. Ya'ni g'oya shunaqa. Endi masalan, qarz bilan qarz emas pulni bir xil o'ylashimiz kerak u haqida. Ya'ni pul qayerga ketadi? Qarzdan olgan pul qayerga ketyapti emas. Общий byudjet pul qayerga ketadi. Ya'ni u farqi yo'q, u pul bilan pulni farqi yo'q u ma'noda. Masalan, deylik,
masalan qarzi foizi borda. ha masalan qarang bitta o'rtog'ingiz kelsada man 50 so'm topaman desada 50 so'm qarzimni hammasini investitsiya qilaman lekin ani 50 so'm qolganini hammasini barda borib ichaman desa siz yo to'g'ri qolsan qarzni investitsiya qilsan demaysiz ikkovini qo'shganini nima qilsan deysiz ya'ni qarzni ketqizish emas umumiy ketqizish ho'p endi shu ma'noda aytish kerakki ya'ni davlat katta o'ziga majburiyatlar olgan harbiy majburiyatlar pension majburiyatlar tibbiy majburiyatlar u majburiyatlardan ustidan chiqish kerak aqshda nimaga deylik расчет mavjud qanaqadir ma'noda bu kelajakda daromadlarimiz ko'proq bo'ladi keyin buni yopib yuboramiz degan fikr bor bir ikki marta bo'lgan shu misol uchun urushdan keyin qarz rosa ko'p bo'lgan yopilib ketgan ya'ni yalpish mahsulotlar 2 barobardan ko'p bo'lib ketgan bu narsa lekin keyingi paytda qarz o'sishi keskin boshlandi 2000-yillar boshida bu Afg'oniston va Iroqdagi urushlardan keyin retsessiya bo'ldi 2008-yilda o'shanda ham korxonalarni qutqarishga odamlarga pul berishga qarz olish boshlashdi va o'sha narsa qaytib kelmadi agar misol uchun AQSh yalpi ichki mahsulotini bilmayman grafik ko'rsata olsak ko'rsangiz bo'ladi misol uchun taxminan 2000-yillardan keyin Obama paytida ozgina tushdi esingizda bo'lsa Bill Clinton qarzi yo'q deganda Bill Clinton paytida deyarli qarzi yo'q edi keyin o'sha Bush urushlari hisobiga ko'paygan va Obama ham tushirayotgan bo'lgan anaqadagi retsessiyadan tushish boshlagan keyin Trump kelib yana xarajatlar oshib ketgan mana Covidni bu tarqatildi boshqa qildi Bayden paytida ham yana ozgina kamaytirishgan mana hozir Trump kelib yana ko'paytiryapti ya'ni hozir aytyapsiz mana Og'iz aka oson aytib ketdingiz kelajakda ko'proq qaytarish imkoniyatiga ega bo'lsa deb plan qilishyapti deb lekin biz ko'rmayapmiz-ku bu siyosiy ma'noda rosa qiyin qilish bo'lyapti-da har bitta 2000-yildan keyin har bitta prezidentga ya'ni ular qanaqa o'ylaydi misol uchun bo'ldi o'rtoqlar mana shu bazm tugadi anaqalarni qisqartiramiz to'lovlarni desa bu siyosiy o'zi o'tkazish qiyin bo'lgan narsa buni ham mana deysiz-ku davlatda ham как biznesda bo'lsa biznesda ikkita yo'li bor foyda qilishida birinchisi xarajatlarni kamaytirish ikkinchisi revenueni ko'paytirish endi bu yerda hozir nega revenueni ko'paytirishni o'ylashmayapti xarajatni qilishni revenue ko'paytirish asosiy emas yagona manbasi soliqlarni oshirishda soliqlarni oshirish importni yo'q qilish emasmi misol uchun importda ko'proq xarajat emasda ya'ni import davlat xarajat emasda yo'q davlat xarajati emas lekin u yerdagi kirib kelayotgan tovarlar bu yerdagi konsumerlarni pulini ko'proq ishlatishga majbur qilmaydimi ya'ni ko'proq kamroq qarang masalan deylik masalan mana shu tuflim Xitoyda tikilgan $50 olganman masalan AQShda tiksa $150 bo'lardi bu $250 bo'lardi to'g'ri mani pulim ekan qoldi bu narsa ya'ni import boyitadigan narsa maqsad boyish maqsad to'g'ri pul qattiga boyish agar boyish maqsadi degan bo'lsak biza agar odamlarimizda puli ko'p bo'lsa daromadi ularni solig'ini oladi hukumat qayerdan pul oladi soliqdan oladi mana AQShda mana taxminan 30% uy xo'jaliklarini yillik daromadi 100 mingdan ko'pda vau nihoyatda boy mamlakat 34% manimcha nihoyatda boy mamlakat AQSh anaqa emas lekin mana o'zimizda 200 ta shopper bor driverlar bor ya'ni bir hafta ham emas o'sha payment kuni dushanba bo'lsa oylik chiqadigan kuni dushanba bo'lsa seshanba kuni pul tushib qolsa dodlab tashlaydi nimaga mana dushanba kuni avtomatik yechib oladigan xarajatlarim bor edi shotim minusda debdi ya'ni o'zida дополнительный pul ushamaydi bo'lishi mumkin ya'ni 200 tadan deyarli 200 tasi ya'ni o'zbeklarni agar bir 10 tacha o'zbek bor o'zbekda pul bo'ladi ozgincha saving qilib turgan puli bo'ladi lekin 190 ta shopperimiz dodlab tashlaydi o'zbeklar to'g'ri moliyaviy qaror yo'q o'zbeklarni orzu havasi kattaroq ya'ni orzu havasga pul yig'ishadi misol uchun boya aytganimdek xarajatlarga pul yig'ib turib 15 talik turbadan pul kirsa 15 talik turbadan chiqarib olishga harakat qilishadi lekin o'sha vaqtinchalik va xarajat kelguncha ushlab turishadi misol uchun to'y qilguncha mashina olguncha uy olguncha shu yerda turib turadi ya'ni topgan puli hammasi xarajat bo'lib ketadi do'st deyarli endi qarang hukumatga keladigan bo'lsak AQShda boy odamlarga nisbatan ko'p soliq erkinliklari berilganda va to'lashmaydi soliqni noto'g'ri aytadi-ku tax rich deydi-ku yo'q qarang ya'ni boylar AQShda haqiqatdan kamroq pul to'laydi soliqqa masalan deylik o'rtacha deylik o'qituvchi 20-25% soliq to'laydi-da
aniq bilaman, masalan, o'rtacha kichik biznes egasi 10% ham to'lamaydi daromadini. Shunaqa. Tushunasizmi? Ya'ni o'qituvchi yiliga 70 ming oladi, o'rtacha biznes egasi 1 million oladi. Lekin berayotgan qiymati ko'proq-da biznesga. Qarang, Ekonomikaga berayotgan. Yo'q, to'g'ri, lekin daromad to'g'ri, lekin daromadini kamroq foizini to'lash kerak degani emas-da. Masalan, bitta o'qituvchi 70 ming oladi, bu 700 ming oladi. 700 ming topayotgan odam 10% ham to'layapti. O'qituvchi 20% to'layapti. Har bir agar adolat ma'nosi bo'lsa, u foizni ko'proq to'lash kerakdir balki-da. Biznesmenlarga tosh otdingiz. Yo'q, shunaqa ma'noda. Bu o'zi biznesmenlarni, ya'ni bu hukumat chiqarib qo'ygan loophole'lar mavjud-da. Ya'ni bu o'zligisi, masalan, mana hozir Trump hukumati ham nihoyatda ko'p, masalan, xususiy samolyotlarga, boshqalarga har xil исключение qilib yotibdi. Misol uchun xususiy samolyotlar nechta odam ola oladi AQShda, misol uchun? Kam odam. Ya'ni shaxsiy samolyotlarga, masalan, shaxsiy samolyotlar olsa, mana bunaqa poblashkalarni ayarib tashlash mumkin, amortizatsiyasi mana qilsa bo'ladi. Qimmat mashina olsa ham ayarib tashlash mumkin. Depreciation ana qilib nihoyatda ko'p, masalan, mana eng boy investorlar boshqa Warren Buffett bilan ko'p gapiradi, masalan, men kam soliq to'layman deydi, chunki shunaqa soliq tizimi tuzilganki, mendagi deylik uyimda uni gap bo'yicha bog'bon ham foizni mendan bir 3 barobar ko'p to'laydi, mendan ko'ra deyapti-da Warren Buffett o'zi ham. Ya'ni ko'p soliqdagi loophole'lar mavjudligiga bog'liq. Bu birinchisi. Ikkinchisi auditing va soliq auditi. AQSh IRS deyiladi, bu soliq qo'mitasi har bir audit uchun ishlatgan dollariga 20 baravardan 50 baravargacha dollar qaytib oladi. Ya'ni AQShda ko'p odam soliqdan aniq qiladi, qochadi, qara, xullas. Uni tutish uchun audit qilinadi. Audit degani tekshiradi. Va hozir, masalan, hozirgi hukumat matbuotda auditorlarning sonini qisqartiryapti. Bu degani boy insonlarni tekshirib qolish ehtimoli kamayib boryapti-da. Ularni misol uchun ko'proq tekshirib solig'ini to'ldirishga, yaxshi to'lashga majburlash kerak. Bu 1/20, mana hozir ana biznesda tushum bor-ku. Tasavvur qiling, sizda biznesda bitta narsangiz bor, $1 siz 20 qaytyapti-da. Audit AQSh hukumati uchun shunaqa narsa. 20 bilan 56 orasida, ya'ni juda katta. Masalan, IRS ham hozir ko'p narsani sekin prosess qilyapti, chunki kadrlar yetishmayapti. Masalan, shunaqa narsalar kadrlar yetishmayotgani davlat tomonidan siyosiy bosim. Siyosiy bosim. Mana hozir Tramp ishdan haydayapti, boshqa qilyapti. Mana bu narsa destruktiv narsalar. Ya'ni uni nima qilyapti? Unga ovoz bergan boylarga bu yaxshi. Masalan, oldida o'tirgan 10 kishi. Endi javob emas-ku, bir 500 ga 10 shunaqaroq, ya'ni sal boshqa kompaniya emas-da bu. Individual boy odamlar. Kompaniyalarning solig'i bu boshqa tema. Masalan, men o'ylayman, kompaniyalar o'zi soliqqa kamroq tortilishi kerak. Ya'ni soliq inson to'lash kerak, korxonalar emas-da. Boy shaxslar. Ya'ni o'sha pulni yechib olsa, dividend qilib ishlataman desa, to'lasan, mayli, marhamat. Lekin korxona pul topib investitsiya qilib, oldin shunaqa edi o'zi. Anaqa. Zo'r edi. Lekin men o'zim deysizki, mana AQShda 7 yildan beri soliq to'lovchiman va shu narsaga oxirgi marta, mana oxirgi yilda amin bo'ldimki, tizim zo'r qurilgan. Agar siyosiy kuchlar bo'lmasa, tizim juda ham zo'r qurilgan, chunki soliq, ya'ni soliqni ham mana biz O'zbekistonda bilamiz, NDSni oldindan to'lab qo'y deydi. Ya'ni sotuvni 3 oy oldindan to'lab qo'y deydi. Qanaqasiga sotuv bo'lmagan holatda biz 3 oy oldindan qancha sotuvni taxmin qilib turib, undan soliq to'lab qo'yishimiz mumkin. Endi har doim unaqa deshmaydi-ku, bu noqonuniy narsa lekin. Bu ham qanaqadir nisbatan aytaylik, to'g'ri, davlatga yordam, biznesmenlar tomonidan, чтобы budjetni to'ldirish. Lekin aytaylik, AQShda naborot soliqqa bo'lib berishga shans berishadi. Misol uchun, soliq 15-aprelda yopilsa, skажем так, bizneslar uchun yoki boshqa narsa uchun, personal shaxslar uchun 3 oyga, 4 oyga, yil oxirigacha bo'lib berishga to'lab berishadi-da. Bu degani nega odamlarga yengillik qilib berayotgani budjetda pul yetarli bo'lgani uchunmi yoki ya'ni masalan, soliqqa maqsadi odamni uyini quritish emas-da. Soliq maqsadi o'sha davlat xarajatlarini moliyalashtirish va hokazo. O'shanga masalan ularda tarozi pallasiga o'ylaydi. Misol uchun, agar hozir soliq ham pulni berib olsa, biznes yopilib qolsa, jamiyat shu kattaroq zararda, bu kelajakda ham to'la olmaydi. O'shanga maqsad umuman ololmay qoladi. Maqsad ularda ham moliyaviyda, ya'ni ko'p narsani bo'lib to'lasin, lekin to'lasin. Lekin hozir hamma narsasini sotib, yopib soliqqa to'lasa, keyin u umuman qiymat yaratmay qo'yadi va hokazo. Ya'ni soliq
organlari mana shu narsani ko'p o'ylashadi. Ya'ni misol uchun qanaqa soliq solsakki eng kam negativ ta'sir bo'lsin degan ma'noda. Biza yaqinda bitta xat keldi bizga, что Ohioda rezidentimiz Ohioni city taxi 2023 yil uchun to'lanmagan deb xat keldi-da, ochib qaradik. Statemi yo citymi? City. Ha. City, Mason City. Shahar uchun. X summa keldi. Summani to'layotganda men birinchi marta hayotimda xursand bo'lib to'ladim soliqni. Nimaga? Chunki o'tdagi borayotgan bolalar maktablarni ko'ryapman-da, aniqlanma o'tdagi sharoitlarni qilib berayotganiga davlat men xursand bo'lib, buxgalterga sразу aytib, shuni to'lab qo'yaylik deb, o'sha summani talashmasdan buxgalter aytdi, talashsak bo'ladi, buni excuse qiladi, boshqa narsa qiladi. Men aytdim, yo'q, shuni to'laylik dedim-da, xursand bo'lib to'ladim. Ya'ni obrotkasini ko'rayotganimiz uchun, u soliqqa распределение bo'linib, o'zimizga aytib kelayotganini ko'rganimiz uchun xursand bo'lib, sразу to'lab chek chiqarib yubordik. Va bu narsaga aytmoqchi bo'lganim o'sha balkim auditlik emasligini men endi tushundim. Birga aytaylik expense ko'proq ekan, xarajatlari davlatda o'sha soliq IRS xodimlari uchun audit qilish uchun. Yo'q, 1.20 deganim qani $1 ishlatsa 20 topadi. Teskari emas. Naborot juda ham. Nega unda? Tushundim. Juda ham выгодный. O'zi auditorlarga ko'proq pul ajratsa, hozir davlat ko'p pul torta oladi. To'g'ri. Ular auditorlarga hozir o'zi logично o'ylasa-da, ko'p odam bekitadi-ku, topa oladi. Topa oladi bu odam tekshirsa-da. O'shanga lekin davlat hozirgi masalan administratsiya qasddan ko'paytiryapti. Begzodaga mana misol uchun 1.20 topsa, 1.20 bilan 56 olasiz. Ko'proq pul topsa, nega? Okey, boylarni emas, bor middle class ko'pincha demayapti. Middle class chunki ko'pincha oylik ishlaydi-yu, o'tda soliqdan qochish imkoni yo'q-da. W2 o'zi olib qoladi. Chunki misol uchun mana o'qituvchining oylik 70 mingga maktab to'lab beryapti, hamshiradan 100 ming oyligini to'lab beryapti. Uni 30% shundan olib qo'yadi. Masalan $5 million qiladigan biznesmen u $5 million xarajat qilib turib yopib yuborib oladi-da. O'shanga u faqat boylarga taalluqli narsa. Juda ham. O'shani biznesmenlarga yoqmasligi mumkin bu suhbat. Tabiiy, ya'ni o'shani uchun ham auditorlarga pul beryapti hukumat, chunki hozirgi oxirgi rosa katta anaqasi bor. Siyosiy kuchi bor. Siyosiy kuchi bor. Biza dollar to'g'risida ko'p gaplashyapmiz. AQSh valyutasi dunyoda 80% savdoni tranzaksiyalarni va hozirgi kundagi boshqa aytaylik mana Xitoy bilan Rossiya, Indiya birgalashib BRICS davlatlar, ya'ni o'zligi shu tranzaksiyalarni qiladigan Swift ga o'xshagan tizim qurishyapti. Dollar salbiylashishiga bu qanchalik ta'sir qiladi? Endi hozir tushunishim bo'yicha hamma o'sha mamlakatlar o'zaro almashuvni hali ham dollarda qilishyapti. Buni chiqarayotganda, lekin men eshitdim, yuanda oldi sotuv bo'lyapti ko'p. To'g'ri, lekin dollarga pek qilyapmiz-da. Masalan, men siz bilan hozir aytaman-da, meni xizmatim $10 deyman-da. Lekin sizga ekvivalent so'mda to'lasam bor-ku, tranzaksiyamni baribir fiksatsiya qilgan valyutam dollarda. Depend qotgan narsangiz dollar, suyanayotgan narsangizda. Dollarga nisbatan chaqadi. Dollarga nisbatan chaqadi. To'g'ri, tranzaksiyalar bir xil yuanda bo'lishi mumkin, bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'pincha u shunaqa darajada bo'ladiki, yuanni xarajat qila oladigan darajada qiladi. Masalan, deylik masalan Rossiya nimanidir, masalan Xitoy nimanidir yuanda sotsa, o'sha butun yuanini Xitoyda ishlatadigan darajada qilyapti. Masalan, endi hozir majoziy ma'noda aytaman, deylik neft sotdi-da, gaz sotib 100 yuan oldi-da, lekin yiliga Xitoydan 500 yuan import qiladi. O'sha 100 yuanini to'laydi, qolganini dollarda qiladi. Chunki u yuanni Xitoydan boshqa joyga bera olmaydi. Sal shunisi bor, boshqa joy qabul qilmaydi. Endi bunaqa narsa ya'ni qiyinlashayotgan, ya'ni qiyin bo'lsa, dollardan yo'qotish, dollarni dedollarizatsiyani tartiblash qiyin bo'layotgan bo'lsa, demak bu narsaga hali dollarga investitsiya qilish, dollarda muomala qilish, dollarda pul saqlash yaqin bir 30 yilga bemalol. Men shunaqa deb o'ylayman. Men hozircha alternativani ko'rmayman, chunki Xitoy nihoyatda deylik qiyin iqtisodiy ahvolda, o'shanga nimadir bo'lishi haqida aniq qilolmayman, bashorat qilolmayman. Buni AQSh dollarini aytaylik qiymati kuchli bo'lgani import eksportga qanaqa ta'sir qiladi? Va investorlarga. Mana qarang, dollar masalan AQShdagi tovarlar dollarda sotiladi, chet el bozorlarida. Agar dollar masalan qadri tushsa, bu degan AQSh tovarlari
arzon bo'ladi. Bu yoqda mana hozir O'zbekistondan keldim deylik. Men oldin 13 ming so'mga $1 olardim. Hozir 12 ming so'mga $1 olaman. Lekin bu tabiiy emas. Ya'ni hozir tabiiyligi qanaqa emas. Hozir dollar so'mga nisbatan qadrsizlandi, to'g'rimi? Qadr tushdi. To'g'ri. Endi men oldin 1.300.000 to'lab $100 olardim. Hozir 1.200.000 to'lab $100 olaman. Demak, men nima desam ekan? Men ko'proq mahsulot sotib olasiz. Sotib olaman. So'mga. To есть dollar qadrlanishi esa AQSh tovarlarini narxini qimmatroq qiladi. Demak, urush bo'layotgan urushlar, ya'ni iqtisodiyotdagi, ya'ni siyosatdagi bo'layotgan mana shu urushlar baribir ta'sir qilar ekanda AQSh tovarlarini qimmatroq sotilishiga. Ya'ni biza misol uchun urush bo'layotganda oddiy xalq nima deb o'ylaydi? Misol uchun ha deydi, urushda manfaatlari bor, siyosiy manfaatlarni ko'rishadi faqat. Aytaylik, moliyaviy manfaatlar orqada qolib ketadi. Misol uchun aytaylik, mana hozir explanation qilib berdingiz zo'r dollar nisbatini. Ya'ni urushlar bo'layotganiga AQSh mana prezidenti ko'p aytdi. Kelishimda bir kunda to'xtataman Ukrainani dedi. Lekin hali to'xtamadi. Xudoga shukr, mana G'azo to'xtadi. Kecha e'lon qildi. Bu katta yaxshilik bo'ladi deb o'ylayman. Ukraina siyosatidagi urushlarni yoki boshqa davlatlardagi mana yana anaqaga kiraman deyapti boshqa davlatlarga dollar qiymatini ushlab turib tovarlarni qimmatroq sotishga ham ta'sir qilar ekanda demak. Yo'q, ya'ni urushlar bilan dollar qiymat bog'liqligi kamda. Misol uchun urushlar ya'ni domestik ma'noda yomon, baland ushlab turadi-ku demoqchiman. Ya'ni investorlar o'tdagi mana aytaylik Ukrainadagi boylar nima qiladi? Pulini olib kelib obligatsiyaga tikadi. To'g'rimi? Yo'q, juda ham kichkina ularning foizi. Misol uchun Ukrainani butun yalpi ichki mahsuloti AQSh moliyaviy bozor uchun, ya'ni pagoda qiladigan Ukrainada bo'lsa, misol uchun azina aytaylik G'azoda G'azo mayli. Puli yo'q, Lekin boshqa davlatlarda, misol uchun aytaylik, pulini olib turib dollarga tikishi, obligatsiyalarga tikishi bu dollar qiymatini oshiradi-ku. Dollar qiymati tinchlik paytida ko'p, mana tinchlik paytida ko'proq tikadi-da. Tushunasizmi? Masalan, men AQSh bilan Xitoyni dunyodagi eng proportsiyasi ko'proq. Eng muhim hozir munosabatlar AQSh bilan Xitoy, AQSh bilan Hindistondagi munosabatlarda. Masalan, hozir Hindiston bilan munosabatlar yaxshi emas. Hindiston kamroq AQShga investitsiya qilsa yomon-da bu. To'g'ri. Masalan, Ukrainaning 2 yillik narsasi ularning bir haftadagi narsa. Davlatda qilmasa ham, Begzod aka, firmalar haqida gapiryapman-da. Agar misol uchun firma yuridik litsolar qilmasa ham shaxslar kelishi mumkin-ku. Yo'q, shu mana hozir agar Hindiston bilan AQSh mana munosabatlar yomon anaqada joyda qiyin bo'lsa shaxslarga kelish. Bu yoki shaxslar yoki firmalar yoki muassasalar investitsiya qilish qiyin bo'lsa, masalan Ukrainadagi 2 yildagi pulni bu bir haftadagi pul yoki masalan Xitoy bilan masalan Xitoy firmalari AQSh obligatsiyalarini olishni to'xtatsa, bu yoki obligatsiya emas, masalan AQSh investitsiya qiladi, misol uchun aksiyalarni sotib oladi, yer sotib oladi, anaqa ko'chmas mulk sotib oladi, masalan Xitoy korxonalar. Xitoy AQShga narsa sotadi, tovar sotadi, dollarini oladi-da, olgan dollarni AQSh o'zida tikadi. Xitoy nima qiladi? AQShdan dollar olib, AQShga qayta investitsiya qiladi o'sha dollarni. Ya'ni ularning munosabatlari yaxshi bo'lgan sari Xitoy olgan dollarni chunki ko'proq dollar oladi-da. To'g'ri. Investitsiya qiladi. Ya'ni shu uchun hozir o'zi lekin mana statistika bor ekan, katta obligatsiyalarni Xitoy ushir ekan. Ko'pini Xitoy puli, yana savol, misol uchun ular mana aytaylik, sizni zaxirangizni ular ushlab o'tiribdi-da, valyutniy zaxirangizni. Zaxirani ushlab o'tiradi, ular men ulardan qarzman. Shunaqa gapirsak to'g'riroq bo'ladi. Obligatsiyalarni ushlab turgan paytida bir vaqtda o'zida, misol uchun siyosiy kuch bilan ular obligatsiyalarni qo'yib yuborsa, ya'ni sotib yuborsa, boshqa anaqaga dollar qiymati tushishi qanchalik bo'ladi? Qarang, agar masalan katta obligatsiyalar ushlaydigan masalan Xitoy obligatsiyalarni bozorda sotib olsam, obligatsiyalar narxiga ta'sir qiladi. Yield degan narsa bor. Foydasini kamaytiradi. Lekin masalan AQSh moliyaviy vazirligi nuqtai nazaridan ishlamay yo'qotmaydi. Qog'oz sotib. Yo'q, qog'oz mana qilgan. Mana shu qog'oz egasiga 1 yildan keyin 100 so'm beramiz deb yozilgan. Qog'oz shunaqa. U yerda tangible narsa o'tmagan. Kimni egasi, kim mana shu qog'oz olib kelsa bizga, o'shanga beramiz degan. Uni men sotib olib turib, sizga sotishim mumkin, siz boshqasiga sotishingiz mumkin. Bu AQSh majburiyati ularning oldida. Ya'ni uli pulini olmay qoladi. Ularga kimdir aytadi, kimdir o'sha pulni beradi. Bu foydasi shu yield hisoblanadi. Bizda mana logistikada ko'p gap bo'ladi. Boshida gaplashdik. Hozirgi kunda
juda ham ko'p kompaniyalarda yuk muammosi borda Vextga. Bozorda yuk yo'q deyishadi yoki arzon deyishadi. Mana shu narsani GDPni o'sish kamayishi bilan bog'lashlik. Misol uchun aytaylik, mana 2025-yilda per capita $87,000 bo'lganda, ya'ni har bitta kishi qiymat yaratadigan ekonomikaga $87,000 bo'lgan. Hozir 65,000 prognoz qilishyapti. Yo'q, unaqa emas. Tushmagan anaqada haqiqiy dollarda. Nimani hisobiga unaqa? Bu menimcha hozir ko'rsatishyapti. Yo'q, AQShda hali yalpi-shomsa tushgani yo'q. Ya'ni yil yopiladi, lekin prognoz bor. Yo'q, bunaqa katta retsessiya bo'lmaydi, yo'q. Menimcha ko'rmadim. Chunki bizda men ChatGPTda intervyu bo'lishdan oldin qiziqdim. Ancha o'qib chiqdim shu narsa to'g'risida. Nega men ham hayron bo'ldim. Bunaqa $20,000 kamaymaydi. Agarda 340 million aholiga ko'paytirib yuborsangiz, bu juda ham katta ta'sir qiladi-da. Manfiyda emas, anaqa AQShda. O'shanga GDP manfiyda chiqmaydi-da oldingi yilga qaraganda. Hali chiqmaydi. Masalan, hozir mana ikkita kvartal hammasi положительный yopildi. Oxirgi, ya'ni birinchi emas, 2-3. 2-3 положительный yopildi. O'zi misol uchun recession deganda biz tushunamiz 3 ta kvartalda aytaylik manfiy o'sish minusga qarab ketsa GDPni. Hali manfiy bo'lmadi-da, xo'ja hali ham resessiyada emas bizda. Katta qismi shu. Balkim bu inflyatsiyani hisobiga o'sadi. Misol uchun o'sayotgandir, lekin inflyatsiyani hisobiga bu haqiqiy masalan o'sishi dollardagi qiymati bor. O'shandan inflyatsiya ortishadi, real GDP growth deyiladi o'sha. Nominal bor. Nominal anaqa bilan. Dollarda u. Masalan, mana biz o'tgan yil 100 so'm yaratdik, bu yil 110 so'm yaratdik. Lekin bu yilgi inflyatsiya 12% bo'lsa, demak minusdasiz. Minusdasiz. Agar bu yilgi inflyatsiya 8 bo'lsa, siz 2 so'm yaratdingiz. Hozir ko'p gapirayotgan narsa mana haqiqiy o'sish, minus qilib tashlagan. Okey, zo'r. Ya'ni AQShda hali ham musbat o'sish bor. Hali minusga kirmadi. Hozir iloyim kirmaylik. Kirmaylik, yaxshi bo'lardi. Kirmaylik. No, lekin masalan agar normal siyosat bo'lganda rosa katta boom bo'layotgan bo'ladi. Hozir masalan tek shunaqa ko'p pul tikyapti. Misli ko'rilmagan narsalar agar deylik qolgan iqtisodiyot misol uchun ishlab chiqarish, savdoga hozir tegishmaganda juda bir go'zal anaqada yashayotgan bo'ladi. Siz Begiztga mana ko'p gaplaringizni eshitdim. Siyosat bilan yaqin yurar ekanda iqtisodiyot. Ya'ni ko'p siyosat afsuski deydi. Ko'p siyosatda misol uchun iqtisodiyotda gapirayotganda siyosatda gapirmasdan o'tib ketish mumkin emas ekan. Deyarli. Endi mana hozir kecha Durov yozdi. Ya'ni erkin internet bizda bo'lishiga juda ham kam vaqt qoldi deb. Nima degani bu? Bilmayman. Qanaqa internetni anon qilishi mumkin? Ya'ni erkinligini to'sishi mumkin. Endi bilgan ko'p mamlakatlar masalan Rossiyada jumladan ko'p narsa bloklangan, ko'p narsa bloklangan, VPN orqali ishlatiladi. Shunaqa bloklashadi. Ko'p mamlakatlarda har xil saytlarga anaqa. Bu narsa misol uchun Elon Muskga uchirayotgan Sputnikdan beradigan internet bilan bog'liq emasmi? Misol uchun aytaylik, AQShda misol uchun yaqinda TikTok bilan ham katta deallar bo'ldi. Shu kelgan bu yoqqa databazani bu yoqqa ko'chirgan dedi. Ya'ni bu narsa ochiqdan ochiq aytiladi. AQSh o'zini fuqarolarini, o'zini ichida yurgan aholisini data bazasini boshqa davlatda turishini xohlamayapti. Lekin boshqa davlatnikini o'zida turishini xohlaydi. Yo'q, u xohlaydi emas. Ya'ni u buni qimmatida. Masalan, mana siz O'zbekistonlik bo'lib Instagram ishlatsangiz, sizni danlaringiz misol uchun AQShda-da. To'g'ri. Masalan. To'g'ri. Bu masalan O'zbekistonning qonunchiligida o'zini shaxsiy anaqasi demoqchisizda, iste'molchini shaxsiy qaror. Masalan O'zbekiston qonunchiligida lekin O'zbekiston fuqarolarini anaqalari ma'lumot xuddi AQShdagi tashqari qilish mumkin emas, qonunan mumkin emas qo'yishgan. Nega blok qilishmagan Instagramni? Qilishmasin ham-da, mayli. Hozir chunki bir xil masalan IT korxonalar shunaqa kattaki va O'zbekiston shunaqa kichkinaki ular uchun unaqa qilsa ishlatmaydi. Ishlatmaslik ham mumkin. O'shanga men xohlamasdim bu narsada enforcement ko'payishini. Ochiq internet maligini lekin bilmayman, Durov aytgan narsani. Lekin Starlink tez zo'r ishlaydi. Zo'r ishlaydi, men ham ularni ko'rdim bitta. Juda tez. Lekin qimmat. Qimmat juda ham hozir. Lekin bitta narsada ko'p texnologiyalar boshida qimmat bo'ladi, keyin narxi tushib ketadi. Shunga men test period. Hozir. Lekin shu narsani qila olganiga men qoyil qoldim. Amerikada bitta narsa bor, Begiztga monopoliya degan narsa juda qattiq kurashishadi. Mana yaqinda Google'ga monopoliyaga qarshi case ochishdi. Nega san bozorni deyarli 50% dan ko'pdan aytaylik, даже 70% dan ko'p ulushini egallaysan deb.
bu narsa ochiqdan ochiq monopoliya bo'lib qoladi-ku agar Starlink tepaga chiqib hammaga arzon internet. Aniqki u juda ham arzon internet, tekinga bersa ham mumkin internet. Yo'q, masalan, monopoliya so'zi o'shanga mana Google'da ham agar o'qigan bo'lsangiz, sudda yutib chiqishdi Apple bilan Google. Mana siz yangi bir narsa yaratsangiz boru, mohiyatan monopolist, masalan, kim birinchi lampochka olib topgan bo'lsa boru, men olib topdim, men uni intellektual mulkini aniq qilaman, muhofaza qilaman patent orqali. O'zingiz bilmagan holatda monopolist. Yo'q, bilgan xohlab bo'ladi monopolist. Ya'ni bu unaqa bilmaganman, nimaga yangi narsa o'ylab topasiz? Chunki siz monopol darajadagi pul olmoqchisiz. Masalan, siz vaqtinchalik, vaqtinchalik, masalan, mana Ozempic degan dori odamlarni ozdiradi, masalan. Uni ishlab chiqarish 1-2 sent turadi, lekin dorini o'zi bir $500 turadi. Ishlab chiqarish narxidan bir 1000 barobar qimmatga sotishadi. Undan ko'p bo'lmasa. Nima uchun? Chunki mana shu 20 yil katta foyda olish uchun. Lekin o'sha dorini ixtiro qilish, o'ylab topishga milliardlab pul ketadi. Masalan, Starlink ham hozir siz ulab bersa, men ulab bersa tekin ularga, lekin u yoqqa kelguncha ko'p investitsiya qilinganda, shu uchun insoniyatni progress qilgan narsa ham aynan shu. Aynan eksklyuziv sotish haqqiga ega bo'lishda. Masalan, nima uchun men lampani o'ylab topaman? Men Thomas Edison bo'lsam. Chunki men o'sha olish qisqa shunaqa, shunaqa bo'lmasa progress bo'lmaydi. Agar sizni mulk, ya'ni intellektual kimdir ko'p qila olsa, tushunishim bo'yicha bu narsa uzoq muddat davom etib qolsa, agar aytaylik 10 yil siz faqat bitta 20 yil patent. 20 yil. Masalan, kitoblarda anaqa muallif o'lguncha plus 30 yilmi, mana shunaqa plus 50 yil. Nima kitob yozasiz? Kitob yozib, masalan, sotish maqsad 30 yil monopolist bo'lsangiz bo'ladi. Agar uni bestsellerda. Bestseller emas, любой kitob, ixtiyoriy kitobingizda birov chop etish haqqi yo'q. Nimaga? Chunki agar birov chop etish haqqi bo'lsa, sizda motivatsiya yo'qda uni ishlab chiqarish. Chunki siz kitob, masalan, 300 varro kitobga 5 yil umringizni sarflaysiz, auksiyaga ko'p qilib sota olsa, 1 yildan keyin. Masalan, u hech xarajat qilmagan bo'ladi. Xuddi shu, masalan, dorini nimaga ixtiro qiladi dorini? Masalan, Coviddan vaksinani ham o'ylab topishga necha milliard dollar ketganda, o'zi qiyin narsaga. Lekin har bitta vaksina bir necha sent turadi. Lekin agar uni foydaga sota olmasa, yaratishga motivatsiya qolmaydi-da. Biz mana shu Stanford universitetida ham bilamiz, ko'p yangiliklar, ayniqsa shu meditsinaga bog'liq narsalar ko'p chiqadi. Men hayron qolganim, betga boylar pul tikishi. Ya'ni o'qishga pul tikishadi, чтобы yangi startaplarni qilish uchun. Ya'ni u ham kind of business, misol uchun pul tikib return olishini expect qilishadi. Lekin O'zbekistonda hali unaqa tizim ko'rmadim. Ya'ni boylar universitetga pul tikib, yangi etik laboratoriyalar qurib berishi yoki bo'lmasam nima deydi? O'tdan startap tortib olishi, universitetga pul tikib. Hali men biror marta eshitmadim. Qarang, bu ikkita xalq narsa bor. Masalan, Stanforddagi universitetlarda ko'p odamlar xayriya pulini beradi. Ularning misol uchun endowmentlari, ya'ni shotidagi puli bir 30-40 milliard dollar bor. Katta universitetlarda bir necha 10 milliard puli bor. Bu xayriya hisobiga bitiruvchilari, boshqalari pul berishadi. Mana binolarni nomlanishadi, boshqa. Bu bir turdagi narsa. Startaplar u sal boshqacharoq masala. Startaplar qaysidir domlar masalan ixtiro qiladi, o'shanda sherik bo'lib qo'shishadi. Bu sal aniq, ya'ni pul tikish masalan xayriya qismi mavjud. Va xayriya qismini, xayriya qismini milliardlab dollar pul berishadi. Juda ham ko'p o'sha yana Garvardda o'qiganimda o'sha aytganingizdek milliardlab pullar shotida turganiga hayron qoldim-da. Bu narsani orqa tomonidan ham ko'rdim. Bekzodagi Garvardda men o'zim o'qiganimda, ya'ni padkursida shunaqa darajada digital pul qilishini ko'rdimki, hayron qoldim. Nima deyapti? Onlayn kurs sotyapti, ya'ni business kurs, 8 haftalik, 3 oylik kurslar sotishyapti. Har bitta student $5,000 pul to'layapti. O'tdagi materiallar hammasi yozib olingan. Ya'ni butun kurs davomida, 3 oy davomida siz bitta individual odam bilan gaplashmaysiz. Ya'ni bu avtomatizatsiya qilingan elektronniy school, business school beryapti. Har bitta odam $5,000 to'layapti. Bitta kurs o'zida 1000 ta odam o'qiyapti. Unaqa kurslardan aytaylik 20 ta bor. Marketing bor, business analytics bor va tak dalay. Mashqdan tushayotgan pul bari ularning shotiga как saving bo'lib tushadi-ku. Ya'ni u narsalar berayotgan o'tdagi materiallar, misol uchun biznesda case study deydi, bilasiz.
case studylar u 30 yil oldingi case studylarda kolani Ha. 30 yil oldin qilgan marketingi qanaqa bo'lgandi. Demak, bu narsadan kelib chiqadiki, bu videolar kamida 10 yil oldin yozilgan bizga example berish uchun. 10 yildan beri bu generate qilyapti pul. Sotilyapti odamlarga, har studentlarga, boshqa tadbirkorlarga. Bu narsa o'zidan o'zi digital, ya'ni 3 oy kurs davomida bitta shaxs bilan gaplashmadik. Даже diplom sertifikat olishga ham faqat elektronda emailga yozamiz, adresga jo'natamiz, konvertda yuboradi sertifikatni. Ya'ni mana shunaqa narsa tomonlari ham universitetga, ya'ni fizический student kelmasdan turib, orqa tomonidan pul generate qilib yotibdi. Dvigatel bo'lib как-то. И oxirgi savollarimiz yangi davr savollari. Anaqaga qanaqa qaraysiz? Mana biza har doim men shu konfliktga qiynalaman-da. Governmentda asosiy vazifalardan bittasi davlat, hukumatda. Hukumatsa qo'rqinchli eshitiladi. Davlat desam. Davlatda misol uchun asosiy vazifalardan biri unemploymentda, ya'ni ishsizlik darajasini ushlab turish past darajada. Aytaylik. Va undan tashqari yana bir vaqtda texnologiyalar. Ya'ni aytaylik, mana hozir Kaliforniyada ko'p ko'ramiz, o'zingiz ham o'tirib ko'rgan bo'lsangiz kerak, BMWga o'zi shoppersiz yuradigan mashinalar, taksilar. Bu narsalar unemployment rate'ni ko'tarishiga sabab bo'ladi bir qismi. Chunki o'z-o'zidan haydaydigan taksilar ishsiz qoladi, taksistlar. Va davlat bu yerda ikkita tomondan kurashyapti. Birinchisi biznesni support qilish kerak. Ya'ni biznesni shu yangi g'oyalarni, bozorga berayotgan qiymatini, texnologiyalarni rivojlantirish kerak. Ikkinchi tomondan unemployment rate'ni, ya'ni ishsizlik darajasini ushlab turish kerak pastroq. Bunaqa konfliktda qanaqa qarorlar qabul qilinadi davlat tomonidan? Qani, yaxshi savol. Birinchidan davlatda ishsizlikni ushlab turish majburiyati yo'q qonunan. Ya'ni AQShda Fedda bor. U AQSh Markaziy bankida. Hukumat, lekin u Markaziy bank kim tomonidan boshqariladi? Markaziy bank AQShda mustaqil tashkilot. Yaxshi hamki hech kim tomonidan boshqarilmaydi. Ya'ni mustaqil o'ylardan o'z-o'zidagi. Yo'q, mustaqil. Mana hozir Trump juda ham yomon ko'ryapti. Agar bilsangiz, Markaziy bank boshlig'ini hech marta o'zgartiraman deb anaqa qilyapti. Hukumat unaqa majburiyati yo'q. Endi texnologiyalarga keladigan bo'lsak, texnologiyalar har bir iteratsiyasida xavf tug'dirganki, insonlar kerak bo'lmay qoladi. Masalan, traktorlar topilganda ham shuncha odam ketmon chopish kerak bo'lmay qolganda. Yoki masalan, anaqa bug' mashinasi o'ylab topilganda odamlarga talab kam bo'ladi deb o'ylagan. Masalan, biz buni sanoat inqilobi deymiz. Sanoat inqilobi shu Angliyada boshlangan, bir necha yuz yil oldin, 19-asr boshi, 17-asr oxirida u yerda shu bug' mashinasi deb zavodlar qurishni boshlagan va o'sha narsalarni ko'rib odamlar xavfsirashni boshlagan. O'ylashganki, ertaga hozir zavodlar, mashinalar keladi, bizga talab bo'lmaydi. Va o'sha zavodlarni yoqib buzib yurgan guruh odamlar bo'lgan. Ularning ismlari Ludditlar deyiladi. Endi bilaman, ko'pchilik bilsa kerak. Angliya hukumati o'sha paytda Napoleon bilan urushayotgan bo'lgan. Waterloo jangi, boshqa. Endi Napoleon eng katta Yevropa uchun tahdid bo'lgan o'sha payt. Lekin shu Britaniya Ludditlarga qarshi kurashga ko'proq askar ishlatgan. Napoleonga qarshi urushga ko'ra, ya'ni Britaniya uchun katta xavfsizlik masalasi. Chunki o'sha ishchilar yig'ilib zavodlarni yoqib yurishardi. Chunki ular o'ylashardiki, bug' mashinasi oldin ot odam kuchida ishlaydi-ku hamma narsa. To'g'ri. Bir paytning o'zida bug' mashinasi ishlashni boshladi, ko'mirda odamlarga talab bo'ldi. Lekin ishchi joylar ko'paydimi, kamaydimi? Ko'paydi. Nega? Chunki insonlar boshqa turdagi narsalarni qilish boshladi. Mana biz masalan insoniyat sifatida mashina haydashni to'xtatsak, ya'ni survival instinct ishladi. Survival instinct emas, bu ishchi bir turdan ikkinchi turga ketdi. Mana siz hozir Nyu-York shahrida yashaysiz. Nyu-Yorkda masalan Bruklinda yoki shunga o'xshagan joylarda ko'rsangiz, 19-asr oxirida qurilgan uylarda bunday katta zinadan chiqiladi. Ko'chadan zinadan chiqiladi. Walk up deyiladi. Nimaga bilasizmi zina qilingan? Chunki oldin Nyu-York shahrida ot aravalarda yurilardi, u gong bo'lardi. Gong bo'lgani uchun, gong uyga kirmasligi uchun anaqa temir anaqa qilib qo'ygan bir joyda ko'rsangiz bo'ladi. Ani gongga anaqa qilish uchun. Nyu-Yorkda eng ko'p odam Nyu-York shahrida masalan 20-asr boshida gong tozalovchi bo'lib ishlardi. Ya'ni eng katta professiya edi. Nyu-Yorkda eng katta kasblardan biri masalan shahar ko'chalarini gongdan tozalash bo'lgan. Chunki asosiy transport vositasi
otarava bo'lgan. Lekin mana 20-30 yildan keyin mashinalar topilgan, mashinalar topilgandan keyin birpasda o'sha hamma ishchilar ishsiz qolib ketmadi-da. Boshqa qanaqadir ishlar o'tdi o'shalar. Har xil boshqa ishlar. Lekin ishsiz qolmadi. Ha, masalan, bitta yaxshi anaqa maqola bor anaqa haqida. Banklarda ATM mashin deydi, unda karta tiqib ichidan pul olasiz. Ular topilganda ko'p anaqa nazariya qanaqa edi? Bankirlar yo'q ketadi, chunki bank teller oldin pul olish uchun eski kinoni ko'rgan bo'lsangiz, odam kelardi, anaqasini ID'sini berardi, unga qarab turib pulni chiqarib berishadi shu yerdan. Shu kasbda yuzlab mingta odam ishlardi-da. Ular ishsiz qolib ketmadi. Anaqa ular topgan soni kamaydi unga nisbatan. Umumiy ish soni bank sohasida ko'paydi ham. Wow. Ya'ni ko'p narsalar mana shunaqa, ya'ni bir narsani avtomatizatsiya qilish agar unaqa bo'lganda boru, masalan, insoniyatni asosiy qismi, rivojlangan sari odam ishsiz qolib ketishi kerak. Mana AQShda deylik, bundan bir 150 yil oldin yarmidan ko'p aholi qishloq xo'jalikda ishlaydi. Hozir 3% ham qishloq xo'jalikda ishlamaydi. Lekin ovqat hozir ko'proq o'shanda paytdan ko'ra. Hozir masalan traktorda ekadi, dronda suv sepadi, traktorda yig'ib oladi. Hozir insonsiz traktorlar bor. Anaqani deylik, bug'doy yoki soyani yetishtiradigan. U soya fermerlari kelib masalan mana bu universitetda o'qiyapti, texnologiya qilyapti, yurist bo'lyapti, buxgalter bo'lyapti, ya'ni boshqa turdagi kasblarga ketamiz xolos. Ya'ni iqtisodiy ma'noda ish bu yomon narsa, uni kamroq qilsa yaxshiroq. Shuning uchun agar ertaga deylik mashina haydashimizni yoki masalan trak sohasi, bilmadim, robotlar dastavka qilib yursa, insoniyat uchun bu yaxshi. Chunki ular boshqa kasblarga ketadi. Qanaqa kasbligi bu qiyin narsa. Ya'ni texnologiya haqida bashorat qilish bu astrologiyadan battar narsa. Ya'ni bilmaymiz qanaqa bo'lishini. Chunki nima deydi? Qanaqa turda texnologiya shakl olishi juda ham mavhum masala, lekin tez bo'ladigan masala. Hozirgi ekonomikaga o'xshab. Ha. Begiztiga ko'rsatuvimizni falsafiy savol bilan yakunlamoqchiman. Bilasiz, Amerikada ko'pchilik American Dream deb keladi. Amerika orzusi. Amerika orzusi deb keladi. Mana shu Amerika orzusi hozirgi kunda sizni nimani anglatadi? Menga nimani anglatadi? Sizga. Shaxsan. Ya'ni iqtisodiy erkinlikmi, siyosiy barqarorlikmi? Endi men Amerikaga juda ham nima desam ekan, unikal misol bo'lsam kerak, chunki men AQShga kelishimdan maqsad iqtisodiy boshqa bo'lmagan. Men ilm qilish uchun kelganman. Bu yerga kelib doktorlik qilganman, ilmiy ish qilganman. Hozir ham men ish beruvchi deylik Amerika universiteti. Menda maqsad ilm qilish bo'lgan. AQSh haqiqatan ham ilm fanida nihoyatda dominant bir mamlakat va joy. Shuning uchun men uchun bu narsa albatta dunyoda qayerda eng zo'r ilm qilinadi desa, o'sha shu mamlakat bo'lgan. Agar Amerika emas, boshqa mamlakat bo'lganda men katta ehtimol o'sha boshqa mamlakatga borgan bo'lardim. Ya'ni Amerikani albatta yaxshi ko'raman va hokazo, lekin asosiy meni shaxsiy maqsadim ilm olishga kelishdi. Bu savolni berishimdan maqsad, o'zi intervyuimizni boshida intervyuni nomini Amerika orzusini tanazzuli deb boshlamoqchi edim. Nimaga desangiz, juda ham ko'p insonlar siz o'zingiz aytdingiz, исключениyaman deb, chunki bilim uchun kelgansiz va shu universitetda ko'rayotgan juda ham ko'p odamlarimiz bilim uchun kelishgan. Albatta hammaga tavsiya qilamiz AQShga shu bilim olish uchun kelishi va albatta bundan tashqari siz misol uchun 100% dan 1% bo'lsangiz, 99% odam bu yoqda moliyaviy masalalarda kelishadi va ular uchun hozirgi kunda ya'ni American Dream, Amerika orzusi tanazzulga qarab, ya'ni pul qilisha olmayotganligidan bu narsalar internetlarda har xil kodlar paydo bo'lyapti. Shunga Amerika orzusini tanazzuli deb boshlamoqchi edim. Endi fikrlarim o'zgaryapti, sal bo'lsa ham, ya'ni nimaga? Balkim bu narsa 3 yil. Ya'ni o'tirishi 3 yil, balkim to'g'rilanar. Balkim 2020 lekin mana hamma hozirgi muammolar bilan birga hisoblasangiz ham AQSh dunyoda deylik iqtisodiy sharoitni yaxshilash uchun eng zo'r mamlakatda. Masalan, kambag'al odam boyish uchun AQShdan yaxshiroq joy yo'q. AQSh juda ham muammolari ko'p mamlakat. O'zi yaqinda Meksikadan zo'rg'a to'xtatdi. Yo'q, qarang, masalan, anaqani Cherchill gap bor-da, demokratiya, davlat boshqaruvining demokratiya davlat boshqaruvining eng yomon turi agar boshqalarni hisobga olmasangiz ekanda. Ya'ni masalan, AQSh juda ham muammoli mamlakat, lekin boshqa mamlakatlarga solishtirsangiz imkonsiz, ya'ni AQSh eng yaxshi bo'lib qoladi. Ya'ni masalan,
Yevropada bunaqa daromadli shunchalik nobarqaror bo'lgan joyda ham baribir ham hali dunyoda ha masalan agar biz hozir boshqa planetalarda boshqa mamlakatlar haqida bilmaymiz man aytaman misol uchun hozirgi yer sharida farovonlikka intilish uchun iqtisodiy erkinlikka intilish uchun iqtisodiy erkinlikni olish uchun AQShdan yaxshiroq mamlakat yo'qda deyarli yo'q ya'ni hamma shu muammolarni bilgan holda shu uchun ham odamlar bu yoqqa kelyaptida ya'ni masalan millionlab odam har yili o'z omadini sinashga o'z narsasini ko'tarib okeanlar oro bu yerga kelib qanaqadir orzu qilishga harakat qiladida ular hammasi ahmoq deyolmaymizda ya'ni ularni o'zidagi boshqa imkoniyatlarga solishtirib bu yoqqa kelishadi ha bu yerda masalan xavfsizlik muammodir rasizm muammodir ko'p muammolar mavjud lekin tarozini pallasiga ikkitasini qo'ysangiz baribir bu yoq sal baribir og'ir tosh bosyaptida savollardan javoblardan maza qildim aka katta rahmat chaqirganingiz rahmat kelganingizga rahmat Kaliforniyaga shunchalik bizga ham yo'q demasdan vaqtingizni ajratganingizga bilamiz ilm ustida ishlagan odamsiz vaqtingiz qimmat shuning uchun rozi bo'lasiz katta rahmat sog' bo'linglar yana xudo xohlasa keyingi suhbatlarda 2026-yilda ekonomikalar yaxshi bo'lganda suhbatlashish nasib qilsin hop man keyingi safar Nyu Yorkka kelaman nasib xudo xohlasa rahmat sog' bo'ling